Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Oilam xush kelibsizlar. Mani aloqa yaxshilandi. Muammoni hal qildik. Judayam zo'r xursandman. Sizlarda qotmayotganda, meni yaxshi ko'rayotganlaringni, yaxshi eshitganlaringni xursandman. Mana hamma plyus tashadi savolga javobda. Bu zo'r. Qotib qolgan. Yuragimga tushmang. Hammada yaxshi bo'lyapti-ku. VPN o'rnatib keling. Qotayotganlar VPN o'rnatib kelamiz. Kanalga tashab qo'yganman. Qanaqa VPN o'rnatish kerak, videosini ham tashab qo'ydim. Hamma narsani tashab qo'ydim. Endi darsga boshlasak bo'ladi. Bugun sizlar bilan bizlar asosiy amaliy darslarimizdan biri, ya'ni birinchi asosiy amaliy darsni o'tib bo'lganmiz. Qanday qilib telefon orqali rasm yaratish, ya'ni personajlar yaratish va ular jonlantirish, har xil harakatlarga keltirishni o'tib bo'lganmiz. Bugun ikkinchi amaliy darsimiz bo'ladi. Birinchi amaliy dars YouTube'da bor, ko'rsanglar bo'ladi. Murodjon Yorosov sizda chiqadi, o'shadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, men hozir media bo'limidan kimnidir chaqiring. Mavjuda Dilshodbek kim bor shu yerda? Menga yozib yuboringlar yoki aloqa chiqib yuboringlar. Men media bo'limidan kimnidir chaqiring, uni mikrofonlar ochib turishga menga odam kerak bo'ladi-da. Qolib ketmasin. Hozir boshlaymiz, azizlar. 1 minutda boshlaymiz. Media bo'limidan kimnidir chaqirib qo'ying. Mikrofonlar ochib yopishga, o'sha shovqin bo'lib ketmasligiga qarab tursin. Hop. Dilshodbek? Va alaykum assalom. Bandmisan, aka? Hop, kirib oringlar, kimdir ana mikrofonlar ochib olib turinglar. Hop. Yaxshi, bo'ldi. Media bo'limidan odam chaqirdik. Bo'ldi, hozir kiradi. Yana ikki kishi chaqirib qo'yay. Sizlarga qulaylik bo'lsin. Hozir 1 minut, yana bitta odam chaqirib qo'ying media bo'limidan. Xo'p, bu ilova Telegram qo'ymasligiga yordam berami, ya'ni boshqarami? Qotmaydigan bo'ladi xullas. Shunchaki Telegramingiz. Hop, mikrofongacha o'zim ochib turay. Hozir. Ajoyib dars kutyapsizlar, ishoninglar. Men keldim media bo'limidan ochyapti mikrofonlaringni. Yaxshi, nima qilamiz hozir? Bo'ldi, darsni boshlaymiz. Bitta savol javob qo'yamiz. Nima savol javob bo'ladi? Savol shundaki, kim sun'iy intellekt orqali o'sha yosh bolaga o'xshab mashhurlarni yosh bolaga aylantirib, keyin uni gapirtirilgan videosini ko'rgan? Internetda kim ko'rgan shunaqa videolar? Kommentariyaga plyus ko'rganlar. Bitta plyus tashlaringlar. Ko'rganlar, bilayin necha kishi ko'rgan, nima haqida gaplashganimiz, kim tushunyapti? Bitta video ko'rsam agar ko'rmaganlar ko'p bo'lsa. Ko'rgan, yaxshi. Aktiv bo'linglar, iltimos, chatdan chiqib ketmanglar. Juda ham foydali bo'ladi, maksimal foydali bo'ladi. Sizlarga o'sha videoni o'zlaringiz qilishni o'rgataman. O'zlaring kichkinlashtirasiz ham, buni kichkinlashtirasiz ham qo'llangdan kelayotgan bo'ladi. Amaliy dars ham bo'ladi. Ko'rmaganlarim ko'p ekan. Videosini ham ko'rsatib beraman hozir. Yaxshi. Ko'rmaganlarim ko'p ekan. Nima qilamiz? Men sizlarga videosini ko'rsatib beraman. Xo'p, bizga kerak bo'ladi. Men nima qilaydi? Hozir nima qilamiz? Sizlarga ko'rsatib beraman, nima haqida gaplashayotganimiz. Telegram rosa qotyapti, ammo VPNda ham. Bo'lishi mumkin, endi Telegram serverlarida shunaqa muammo bo'lib turadi-da. Hozir nima qilamiz? Men sizlarga qanaqa video haqida gaplashayotganimiz ko'rsatib beraman. Keyin shuni olganlardan keyin nima qilaveramiz? Davom etaveramiz. Mana ochdim. Sizlar ekranimni uzatib, ekranni ko'rsataman. Xo'p. Mana ekranim. Mana bunaqa videolar. Ben barbiyan. Kelgunu. Nima dedi? Agar bosh tortsangiz, sizni so'ydiramiz. Tushundinglar, nima haqida gap ketayotganini? Mashhur odamlardek o'zlaringni yosh bolaga aylantirilgan holatlaring, uni gapirtirish. O'zbekdagilar uchun VPN kerak emas. Bizda net yaxshi. Bu VPN boshqa davlatdagilar uchun. Endi O'zbekistonda bo'lib turib ham serverda muammo bo'layotganlar bo'lishi mumkin. Kim o'sha imkoniyati bo'lsa, qotayotgan bo'lsa, VPN ni o'rnatib ko'rsin. Agar VPN ni ham ishlamasa, VPN ni o'chirib ko'ringizlar. Shunaqa. VPN nima uchun kerak? Hozir bizda o'tayotgan saytimiz ham VPN bilan ishlaydi O'zbekistonda.
O'sha uchun bizga VPN kerak bo'ladi. Demak, sizlarga tablitni ochib qo'yaman. Tablo, matn. Bu matnni yozamiz hozir. Hop, ikkinchi. Hop, sun'iy intellektda ikkinchi amaliy dars. Hydra AI. Mana. Bir minut kechirasizlar. 1 minut. Bo'ldi, keldim. Suv qolmay qolibdi-da, suv ichaman dedi. Suv olib qo'ying xonamga. Xo'p, nima qilamiz? Darsni boshlaymiz. Hammaga yana bir assalomu alaykum. Kirganlar, qaranglar. Bo'ldi, boshlaymiz. Men yana bitta yozib qo'y, ogohlantirish oxirgi marta. Dars boshlandi. Amaliy dars. To'g'ri qiling. Kanalimizda 3800 ta odam edi, 3700 ta bo'libdi. Bo'pti, anaga kirib chiqayotganlar bo'larki, chiqib ketaversin. Omadini bersin, ularga kerak emas bunaqa narsalar. Ular bizga kerak emas degandek. Xo'p. VPN megabayt ko'payyapti lekin. VPN bilan megabayt ko'payyapti lekin. Deyarli razniya bo'lmaydi. Xo'p. Zoom. Meetga o'tamiz nasib. Ertadanmi ko'ramiz. Tashkil qilamiz, hal qilamiz. Qaranglar. Bugun sizlar bilan o'sha internetda mashhur bo'layotgan, millionlab prosmotr yig'adigan, mashhur odamlarni yosh bolaga aylantirib qo'ygan rasmi qanaqa qilinadi, videosi qanaqa qiladi, hammasini ko'rib chiqamiz bugun. Demak, bugungi darsimiz mashhurlarni yosh bolaga aylantirib, ularni gapirtirish. Gapirtirish videosini noldan qilamiz. Xo'p, mikrofonlarni yopib qo'yinglar. Kimlardir mikrofon ochilib qoldi. Men o'zim yopsam keyin ochilmaydi. Shuni yopib qo'yinglar. Mut qilib qo'ysam ochilmay qoladlar. Qaranglar. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Endi buni qilamiz. Amaliy ishga o'tamiz. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Ish ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Ish ketma-ketligi. Birinchi o'rinda doimgidek bizga chat GPT kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda, birinchi qilayotgan ishimiz. Xo'p, bizga chat GPT kerak bo'ladi. Xo'p, sevara mikrofonni yoniq turibdi. Xo'p, nima qilamiz? Google Chrome ochib olamiz. Xo'p, Google Chromedan chat GPT kirib olamiz. Okay. Kirdik chat GPT-ga va chat GPT-da qilayotgan birinchi ishimiz nima? Biz rasmimizni yosh bolaga aylantirib olishimiz kerak. Bizga chat GPT kerak bo'ladi. Juda ham oson, ishoninglar, sizlarga bir marta ko'rsatib o'rgatib beraman, o'zing qilayotgan bo'lasizlar. Hozir bir marta o'rgataman, vazifa beraman. Sirasi, vazifani bajarib kelasizlar. Qaranglar, chat GPT-ni ochdik. Endi nima qilamiz? Chat GPT-da plus bo'limi bor, mana bu yerda, qo'shish bo'limi. Qo'shish bo'limini bosamiz va mana David fotografiya fayl degan joyi bor. Shuni bosamiz. Va biz kimni kichkina qilib qo'ymoqchimiz, kimni yosh bola rasmini yaratmoqchimiz, o'shani rasmini kiritishimiz kerak bo'ladi. Men o'zimnikini kiritaman, hozir bironta. Chunki nima deydi? Boshqa bo'layotgan qilsam, nimadir neto'g'ri bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu rasm qilamiz hozir. Hop. Mana rasm bor ekan. Mana shu rasmimizni hozir yosh bolaga aylantiramiz. Xo'p, kiritaman rasmni. Kiritdim, mana qaranglar. Endi yozaman. Prompt berish kerak. Prompt eng muhim qismi qaranglar. Promptda bersanglargina sizlar xohlayotgan natija chiqadi. Prompt nima deb yozamiz? Menga deymiz. ChatGPTga menga shu rasmdagi yigitni internetda mashhur bo'lgan yosh bola baby style ko'rinishida yaratib ber. Xo'p, menga shu rasmdagi yigitni internetda mashhur bo'lgan baby style'da rasmini yaratib ber deymiz. Rasmini yaratib ber. Qaranglar, nima deymiz? Bu yerda muhim narsa bor prompt bo'limida.
rasmini yaratib berdiğimiz detal qilishimiz kerak. Detal. Nima detal qilishimiz kerak? Detalda shunaqa narsaki, biza promptda hech narsa o'zgarib ketmasligini tushuntirishimiz kerak. Yaratib ber. Rasmda hamma detallar birga bir holda saqlansin. Ya'ni orqa fon aytamiz. Ya'ni orqa fon, kiyimlar va boshqa detallar faqatgina yigit yosh bola ko'rinishiga o'zgarsin. Mana biz prompt yozib oldik. Prompt sizlarga tashab qo'yaman tabloga. Mana ChatGPT kiramiz. Hop. Ikkinchi ish rasm kiritamiz. Uchinchi ish prompt. Men sizlarga prompt tashab beraman. Mana nima deb yozish kerakligini tashab qo'ydim. Endi nima qilamiz? Rasm jo'natamiz va ChatGPT rasmni yaratishni boshlaydi. Cho'zilmaydi. Uzog'i 1, juda cho'zilsa 2 minut. Tez qiladi. Tezda sizlarga rasm yaratib beradi. Tekinida ham qiladi. Hozir men sizlarga jo'natdim. Mana nima deyapti? Sozdат изображение deyapti. Ya'ni rasm yaratishni boshladi. Ma'lumot o'rnida o'tib ketaman. Bu yerda xohlagan odamlarning qilishi mumkin. Men o'zim prosta o'zimni qilyapman, chunki birovni qilib ko'rsatmay efirda. Bu video YouTube'ga qo'yilishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zimni qilib ko'rsatyapman. Sizlar kimni xohlang, o'zlaringdimi, do'stlaringdimi, kimni farqi yo'q. Xohlagan odamning rasmini qilishlaring mumkin. Ya'ni baby style'ga. Prosta o'tkazsanglar o'tadi. Men sizlarga hozir anaqa qilib ko'rsataman. Qanaqa chiqishini bitta ko'rsatib beraman. U ish jarayonida ishlayversan, men sizlarga qanaqa holatga o'tib qolishi, qanaqa bo'lishini sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun mana ish jarayoni narsa qaranglar. Ish jarayonidan narsa teparoqqa chiqamiz. Mana Nuriddin Shoh aka misol uchun asl rasmi qaranglar. Va men prompt yozganman. Promptdan keyin mana bu rasm chiqqan, mana qaranglar. Qanaqa shirin. Mana xuddi o'sha rasm, o'sha ko'rinish, promptini oxirida tashab beraman. Mana xuddi o'sha rasm, o'sha ko'rinish hammasi turibdi. Mana yana rasmlar bir nechta. Mana bu rasmi va undan pastda natijasi mana. Yana bitta rasmi, mana natijasi. Ko'ryapsizlar? Xuddi shunaqa stilda ishlaydi. Ha, bizda ham rasm tayyor bo'ladi. Mana tayyorlayapti. Taxminan 60% tayyor bo'libdi. Baby style'ga aylantirish shunaqa. Birinchi qilayotgan ishimiz shu bo'ladi. Bu ishni qilib bo'lgandan keyin videoga aylantiramiz. Hozir birinchi o'rinda men mana shuni qilib ko'rsaman, sizlarga zadaniya beraman. O'sha zadaniyadan keyin keyingi video qilishga o'tamiz. Bilolmayapman, umuman eshitilmayapti ovoz. Iltimos menga emas, chatga yozinglar. Kecha ham ta'kidladim shu narsani. Men haq berasizlar ting SMS kelib. Chatga yozinglar, ana qilamiz. Javob beraman. Men ololmayapman. Internetda zamon bo'lishi mumkin. VPN o'rnatib ko'ring. Promptni yozmay yuboring. Yuboraman dedim. Men shunaqa qilmaysizlar, iltimos, kameralarni ochib, nima qilmanglar. O'chirib qo'ying. Ismingiz nima edi? Yashnarbek, kamerangizni o'chirib qo'ying. Ekraningiz ochilib qoldi, ekraningizni yopib qo'ying. Unaqa xalaqit bermaylik, iltimos. Keyingi safar mikrofonlarni mute qilib qo'ysam ochilmay qoladi umuman. Xo'p, qanday yoziladi? Hali hech kimga yozish yotibdi, miyam qisatdi, shunaqa yoziladi. Dars vaqtida iloji boricha hech kimga yozmaylik, iltimos. Xalaqit berasizlar, chalg'itasizlar, shunaqa qilmanglar. Darsdan keyin yoki dars tugagandan keyin o'sha payt yozsanglar bo'ladi. Mana bu yerga yozsanglar hamma xabarni o'qiyman, menga ko'rinaman. Hamma xabarlarga javob beraman. Negadir ovozda muammo borga o'xshayapti. Faqat mendami yoki qolganlarda ham hammadan. Ovoz o'sha muammo bo'layotganlar serverda muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. VPN o'rnatib ko'ringlar. VPN emas, VPN o'chirib ko'ringlar. Shunaqa qilsanglar bo'ladi. Nuriddin Shohni qanday taniysiz? Men o'zim Janubiy Koreyada yashayman, tanishmiz. Shu uchun shundan taniyman. Chat guruhga kirib bo'lmayapti. Qotyapti. Ovoz zo'r. Hammada har xil, endi kimdadir internet yaxshi emas, kimdadir nima muammo, o'shanaqa bo'lyapti. Nuriddin Shoh aka bilan biz anchadan beri tanishmiz. Juda bo'lyapti. To'g'risi tushunmayapman, nimadir bo'lyapti, eshitib bo'lmayapti. Xo'p, qaranglar, rasm chiqdi. Mana. Nima qildi? Hamma narsani saqlab qoldi. Bizga bergan prompt asosida men jo'natgan rasmni kiyimi, orqa foni, stoli o'tirgan, mana mikrofon chalari mana, oltdagi mana bu ekrani, ya'ni o'sha kelajak ekrani, soatchalari, qo'lini rakurslarigacha birga ushlab qoldi. Biz nima qildik? Prompt to'g'ri kiritdik. Xo'p, mana nima qilamiz hozir? Bu rasmni saqlab olamiz. Hop.
Rasm saqlab olish mana. Ichiga kirsanglar burchakdan download knopkasi bor. Bitta bosasizlar, rasmni yuklab oladi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Buni hop Telegramga tashlaymiz. Hop, nima qilamiz? Save bo'limiga tashlaymiz. Tashlaylik unagilarga uyda nima edi? Oilamizdagilar bir ko'rishib olsin, biz nima qilyapmiz, qanaqa chiqyapti ishlarimiz. Ko'rib olsa, qiziqishsa, kirishsa, ular ham o'rganib qoladi. Ha, tashlaymiz. Yozib qo'yamiz. Mana shunaqa ish qildik, mana shunaqa qilyapmiz deb. Ko'pchilikka foydali bo'lsa, va tiking-ku. Vaqt bekor ketmaydi. Hop, rasmni yuklaymiz. Bunisini ham yuklaymiz, yozamiz. Hop. Aylantirish, yosh bolaga aylantirish ishi. Biz shuni hozir amaliy qildik. Chatga kiring. Amaliy bo'layapti deymiz. Hop, jo'natib qo'yamiz. Endi ko'pchilikka foydali bo'lsin, prosta vaqti bir xil ketadi. 2 soat vaqtim ketsa ham, 1 soat vaqtim ketsa ham, bir xil vaqtim ketadi. Qancha ko'proq odam ko'rsa, shuncha yaxshi. Xo'p, promptni tashlasangiz birga qilardik. Albatta, endi promptni tashlayman. Qaranglar, nima qilamiz? Endi sizlarga vazifa beraman. Tabloni ochaman. Mana, endi sizlarga vazifa. Birinchi vazifa, o'zlaringning rasmlaringni olasizlar, tiniqroq, yuzing aniq chiqqan, mana shunaqa aniqroq chiqqan. O'sha rasmga men bergan prompt tashlaysizlar. Men sizlarga prompt beraman va rasmlarni tashlab, mana shuni jo'natsanglar, sizlarga rasm chiqarib beradi. Prompt tashlayapman. Xo'p, nima qilamiz? Rasmni yaratish uchun deymiz. Rasmni yaratish uchun prompt. Mana tashladim. Mana shu prompt kiritasizlar, kanalga tashladim, hammaga chiqdi o'zi. Qaranglar. Prompt kirgizasizlar, rasm kirgizib, prompt kirgizib, jo'natasizlar, 2 minutda sizlarga chiqarib beradi. Hamma hozir birinchi qilayotgan ish vazifa, chiqib ketmanglar, chat shuni pastga tashlaymiz. Swipe qilib, chat GPTni ochasizlar, telefonda ham bo'ladi, kompyuterda ham bo'ladi, farqi yo'q. Kirasizlar, ko'rasizlar, o'xshaydimi yo'qmi? Keyin vazifalarni mana shunga tashlaysizlar. Ya'ni rasmni yaratish uchun post deb tashladim-ku, vazifalarni o'shaga tashlaysizlar. Hozir nima qilamiz? Yosh rasmni yaratish. Yosh bola rasm qilish. Vazifa. Go, oilam. Hamma borsindan keyin yaratib kelsin, keyin ikkinchi qism video yaratishga o'tamiz. Hozir nima qilamiz? Sizlarga vazifa ketdi. Borib, ChatGPTlarga kirib, mana shuni qana yaratish, nima qilish mumkinligini qilib kelasizlar, vazifani bega tashlaysizlar. Qaysi sun'iy intellektda qilinadi? ChatGPT orqali qilinadi. ChatGPT kirasizlar, mana plus knopkani bosasizlar, telefonda ham xuddi shunaqa. Mana davlat fotografiyani bosasizlar, o'sha yosh bolaga aylantirmoqchi bo'lgan o'zlaring rasmlarni tashlaysizlar, men bergan prompt kiritasizlar, mana shuni birga bir formatda saqlab chiqarib beradi. Rasmni kompilatsiya qilsang ham bo'ladimi? ChatGPTda qiling. Kompilatsiya emas, ChatGPTda qiling. Xo'p, vazifa tushunarlimi? Oson. Rasmlarni olasizlar, xohlagan rasmlaringni ChatGPTga kirasizlar, plus knopkasini bosamiz. ChatGPT yaxshimi? ChatGPT yaxshi. O'sha yosh bolaga aylantirmoqchi bo'lgan rasmlarni yuklaysizlar, pastda men bergan prompt kiritasizlar, jo'natasizlar, tayyor bo'ladi. Hamma bajarib kelib tashlasin. 70 kishi o'tiribdi. Qani oilam, o'rganinglar, vaqt ketyapti. Mana birinchi natija keldi o'zi. Srazu screenshot qilgan, tashlagan. Молодец, zo'r. Mana natijalar kelishni boshlayapti. Tezlashinglar sizlar ham. Ikkinchi natija keldi o'zi. Sultonbek, молодец. Mana o'zi hamma qila olyapti. Qilinglar. Bizda chat GPT sekin ishlayapti. Hech qisi yo'q. Молодец. Uchinchi natija keldi. Mana ko'ryapsizlar, o'zi yoningdagi o'quvchilar bajaryapti. Tezroq bajaringlar sizlar ham. Mana natijalar kelyapti. Mana. O'ldirib yuboribsiz. Aytdimki, o'zlaring rasmlang bo'lsin deb iloji boricha. Endi qizlarga mumkin, o'zini rasm qilmasa bo'ladi. Qizlar tushunadi. O'g'il o'zlaring rasmlang kerak etmasa. Tony Stark temish belgilantiradi. Yaxshi, farq yo'q. Endi kimlardirga rasmlar tashish mumkin emasdir, qila olmas. Mana, молодец. Ular kanki meniki. Ajoyib chiqibdi, gap yo'q. Qila olyapsizlar, ko'ryapsizlar, qo'llangdan kelyapti.
kim aytdi suni intellekt qiyin yoki men qila olmayman, telefonda qilib bo'lmaydi degan gaplarni 100% qilsa bo'ladi. Hamma qila oladi. U ertak u gaplar qilib bo'lmaydi, qiyin, pul to'lab bo'lmaydi, afsona u gaplar. Prosta telefondan qilib tashlasanglar bo'ladi. Mana, hozir nechta odam tashladi? 6 ta odam tashladi. Tashlaylar qolganlarim. Tayyor bo'lishma tashlayveringlar. 1, 2, 3, 4 ta odam tashlabdi. Mana 5. Nima deyapti? Xo'p. To'g'ridan to'g'ri rasmni tahrir qilish yoki bevosita ko'rinishga o'zgartirish imkoniyatiga emasman. Tilsiz men sizga natijani aniq olish uchun generator masalan. Prosta rasmingizni kiritmagansiz. Mana bu rasm kiritish joyidan David fotografiya klasidan keyin o'sha rasmingizni kiritib pastdan tashlaysiz. Promptni o'shani qilib beradi. Siz rasm kiritmay qilganingiz shekilli-da. Sekin ishlayapti. O'rtacha 2 minutda chiqarib beradi, xavotir olmanglar. Ungacha meniki natijalar ko'rib turamiz. Kiritdim rasmni ham. Qayta urinib ko'ring. Yangi chat qiling. Men burchakka bossangiz, o'sha ChatGPT kirganingizda, mana tepada men buni bosib, yangi chat ochingdan yangi chatga o'tib, rasmingizni kiritib prompt tashlang, bo'ldi, ishlaydi. Aniq ishlaydi. Sekin ishlayapti. Biroz sekin ishlaydi, to'g'ri, chunki tekin versiyasini qilyapmiz biz, lekin qilsa bo'ladi. Hammada bo'ladi. Xo'p, mana malades, zo'r chiqibdi. Mana natijalar kelyapti. Hamma qila olyapti, ko'ryapsizlarmi? Qilsanglar bo'ladi. Sizlarda ham o'xshaydi. O'sha aytganimdek, yangi chat ochinglar, agar birinchi chatda bo'lmagan bo'lsa, ajoyib chiqibdi, gap yo'q, malades. Xo'p, yangi chat ochasizlar, rasman kiritasizlar, men tashlagan prompt jo'natasizlar, bo'ldi. Birga bir formatda qilib beradi, chotga chiqadi. Xo'p, yaxshi. Zo'r, malades, zo'r ketyapsizlar. Hozir deyar bir hamma qilib qo'ydi o'sha adashmasam. Endi 2 minutgacha qiladi, kutdik. Hozir tashlab qolishsa, keyin ikkinchi vazifa videoga aylantirish bitta ko'rsatib beraman, videoga aylantiramiz. Xo'p, yaxshi. Chatda odam kamaydi, 60 ga yaqin. Nima uchun kamaydi bilmayman. O'sha bajarishga chiqib ketdimi, internetni qotib bilmayman. Mana yana bitta vazifa keldi. Mana. Malades. Ko'ryapsizlarmi? Qo'llangdan kelyapti. O'ylaydi odamlar qiyin bu narsalar. Yo'q, sizlar qila olasizlar. Men sizlarga ishonaman. Qo'llangdan keladi. Yana bir marta kelyapti. Malades. Zo'r. Hammasi zo'r ketyapti. Qani qolganlarim tashlaylar. Qani bir ko'raylik natijalarni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men darsga kira olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Bo'lmayapti. Nima uchun bo'lmayapti? Screenshot tashlang, sababini ayting, tushuntiring, javob beramiz. 70 ta odam o'tiribdi chatda, tashlashni boshlayapti, yaxshi. Hozir nima qilamiz? Xo'p, mana yana keldi. Otajonboy, birga bir o'tdik o'kan, malades. Zo'r. Xo'p. Rasmni yaratish uchun prompt degan joyini qo'shmaslik kerak edi-da. O'sha promptda pastdan menga shu rasmdagi yigitni degan joydan qo'yib ketinglar. Shunaqa, yana kim shunaqa xato qilyapti? Mana bu menga shu rasmda yigitni degan joydan tashlab prompt tashlaylar. U rasm yaratish uchun prompt sizlar sizlarga prompt yozib beradi yoki tushunmaydi. Shunaqa o'shani to'g'rilaylar. Kimda yana o'xshamagan bo'lsa shunaqa qilish kerak. Malades, zo'r chiqibdi. Internet past izlab bo'lmayapti. Nimani izlab bo'lmayapti? Xo'p, yana kim shunaqa xato qilgan bo'lsa, shuni to'g'rilaylar. Menga shu rasmni yosh bola ko'rinishda qilib ber. Menga shu rasmni to'g'ridan-to'g'ri yosh bola ko'rinishda o'zgartirib bera olmayman. Men bergan prompt kiritishlaringiz kerak, oilam. Qaranglar, men kanalga prompt tashlab qo'yganman. Promptni menga shu rasmdagi degan joydan boshlaysizlar, faqat yigitni degan joyini qizlar qiz bola deb qo'yasizlar, bo'ldi. Shuni o'zgartirsanglar bo'ldi. Ya'ni bu yerda o'g'il bolaga aytilgan, o'shani sizlar yigitni, yigit degan joylarini qiz bola, qizni deb to'g'rilab qo'ysanglar, bu tayyor bo'ladi. Qiyin joyi yo'q. Bitta chat paydo yo'qolib qoldim. Nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Nimadir bo'ldi, bilmay qoldim. Xo'p, mayli. Xo'p. Menga ham menda ham bo'lmayapti. Nima uchun bo'lmayotganini aniqlashtiring-da, Lazizbek. Xo'p, zo'r chiqibdi. Salom. Kimlar Sora 2 da video qilyapti? Hozir shu savolmi, Hayitmurod? Biz amaliy dars o'tyapmiz. Xo'p.
qanaqadir qonun qoidalariga, tartibiga to'g'ri kelmayotgan rasmni yubording deyapti. Nimani jo'natdi? O'ziz rasmingizmidi? O'ziz rasmingiz bo'lsa unaqa demaydi. Ha, Tony Stark jo'natgansiz, to'g'ri kelmaydi-da, tartib qoidalari. O'ziz rasmingizni jo'nating, shu uchun aytdim men. Va ayting, o'ldirib yuboribsiz deb. Dimanur. Ekraningizni o'chirib qo'ying, kamerangiz yonib qoldi. Yoki unaqa qo'raman, mut qilib qo'yaman, kirolmay qolasiz, shunaqa bo'lib qoladi. Yonida kamerachan rasm turadi, chap tarafda, o'sha bitta bo'lsangiz o'cha. Okey, молодец. Xo'p, demak, chat Google akkauntda muammo bo'lyapti. Google akkauntda muammo bo'lmaydi. Noto'g'ri harakat qilayotgansiz prosta. Chat bo'ldi, bitta plus minus ko'ramiz. Qaranglar. Necha kishidir tashladi meniki. Men bir marta tushuntirib ko'rsataman sizlarga. O'zlarining rasmlarini bo'lsa qilib bermasligini aytdim boya. Xo'p, yana keldimi natija? Yana bitta natija kelibdi. Sekin chizyapti. Endi sekinroq chizadi, tekinidamizda. Zo'r chiqibdi, молодец. Asosiysi ko'pchilik qilyapti. Sekin chizadiganlar tushunyapman. Endi nima qilamiz, qaranglar. Kutib turadi, chizayotganlar kutib turinglar ozroq. U sekin chizishi tabiiy, chunki tekinni ishlatyapsizlar. Tekinni ham qilyapmiz har holda. Menni ham tekinni, sizlar ham tekinni. Tekinni bo'lsa ham qilyapmiz. Ikkinchi ish endi mana shu rasmni gapirtirish ko'rib chiqamiz. Faqat 2 minut kutamiz. Mana bu chizayotganlar, hali chizish jarayonida bo'lganlar kutib turaylik. Keyin boshlaymiz. Men sizlarga qanaqa qilib gapirtirish, qanaqa qilib uni o'sha videolardagidek harakatlantirish ko'rsatib beraman. Молодец, meniki zo'r chiqibdi, tiniq, chotki chiqibdi. U qila olasizlar, faqat to'g'ri harakat qilinglar. Men ko'rsatib bergan harakat qilsanglar bo'ladi. U muammo joyi yo'q. Zo'r. Men lechkamga ham tashlashibdi kimlardir. Lechkamga tashlash shart emas. Ana shu yerga tashlasanglar ham bo'ladi. Jackie Chan. Yaxshi. Navbatda ish ko'rsataman sizlarga mana. Jackie Channi qilib tashlabdi. Mana qaranglar qanaqa chiqibdi. Birga bir o'tdi yoshligi. Shunaqa komment bo'limiga tashlaveringlar mana bu komment bo'limi bor. Komment bo'limiga tashlasanglar hammaga ko'rinadi, menga ham ko'rinadi, hammaga ko'rinadi. Ilchkimni yozaversanglar tinqir qilib men bezovta qiladi. Shuning uchun mana shu yerga tashlaysizlar. Men bunday tasvirni, ya'ni odamning tashqi ko'rinishiga yosh qiz, bola, baby style shaklda o'zgartirishni yarata olmayman, chunki bu odamning shaxsiy ko'rinishida sun'iy ravishda o'zgartirishga kiradi. Ay, xudojon. Qaraymiz, prompt to'g'rilab yozib beraman. Rasm kiritasiz. Rasmni kiritasiz va menga shu rasmdagi qizni, xo'p, internetda mashhur bo'lgan yosh bola emas, qizcha, qizlar. Qizcha baby style rasmini yaratib ber. Rasmda hamma detallar birga bir holda saqlansin, ya'ni orqa fon, kiyimlar va boshqa detallar faqat yosh bolaning faqat qizlar noto'g'ri kiritgan bo'lsanglar, mana shuni tashlayman, shuni kiritasiz qilinglar. Yosh bola ko'rinishiga o'zgarib ber. Qizni yosh qizcha ko'rinishiga o'zgarsin. Mana tashladim. Prosta kirasizlar, yangi chat ochib, rasmdan kiritasizlar va prompt kiritib jo'nataverasizlar, bo'ldi. Tamom, bu oson. Qizlar uchun deb qo'yaylik. Qizlar uchun maxsus prompt. Mana qizlar uchun maxsus prompt tashlab qo'ydim. Mana shuni tashlaysizlar bo'ldi qizlar. Va generatsiya qilasizlar, bo'ladi. Aka, o'zim rasmni ham shunday deyapti. Boshqa chat ochasizda, endi u chatni buzib bo'ldingiz. U chatda bo'lmay, yangi chat oching. Yani tepada mana bu urchakda ikkita chiziqcha turibdi-ku. Shuni bosib yangi chatga o'tib, keyin siz mana bu yerda promptni yozaymi deb so'rayapti. To'liq kiritib olyapsiz. Menga shu yigitni degan joydan kiriting. Xato harakat qilyapsiz. Prosta o'zingiz xatoga harakat qilyapsiz. Birga bir holda deyish shartmi? Birga bir holda desiz mana bunday chiqadi-da. Hamma narsani saqlab qoladi. Prosta baby style da qilib bersangiz ham bo'ladi. Prosta birga bersangiz, mana shuna holat detallar saqlanadi, tabiiy chiqadi, chiroyli chiqadi. Xo'p. Kirdim, lekin ishlamayapti. Xo'p, qolganlar qilganicha men bitta savol beraman. Savol-javob ko'raylik. Azizlar, 71 kishi o'tiribmiz. Mayda savol-javob ko'ramiz. Qaranglar, kim webinarda qatnashish formasini to'ldirib bo'ldi? Chatga plus tashlaringlar, bitta to'ldirmaganlar minus, to'ldirganlar plus tashlaringlar. Plus minus.
Kim webinarda qatnashish formasini to'ldirib bo'ldi? Kim to'ldirgani yo'q? Chatga plus minus tashlarini bitta bilay minusladi. Xo'p, bir marta tashlasanglar bo'ldi, 2-3 marta tashlamaylar, iltimos. Minuslar sanashim kerak chunki. 74 kishi o'tiribmiz. Webinarda qatnashish uchun kim forma to'ldirib bo'ldi? Menga minus plus tashlanglar bilay. Minusda shunchalar ko'p. Webinar tashorli 76 kishimiz. Kim webinarda qatnashish formasini to'ldirdi? Men kanalga forma to'ldirish tashlaganman. Oddiygina tartib qoidasi juda ham oson, tushunarli. U qanaqadir saytga kir, linkni bos degan narsa yo'q, shunchaki oddiy tartibi. Xo'p. Yana kim to'ldirib bo'ldi? Aha, xo'p, tushunarli. Qaranglar. Minuslar bitta sanaylikda bilayda men. Bitta gap aytaman tushunib olishlaring uchun. Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ta. Qaranglar. Bir nimani tushuninglar, nima uchun katta webinarimiz faqatgina forma asosida o'tilaydi, ro'yxatdan o'tgan odamlar kiritiladi. Chunki u paytda Zoom orqali, Meet orqali o'tkazishimiz mumkin. Telegram nomining momo bo'lmasligi uchun, Telegram noma bo'lib qolsa, biz nima qilamiz u paytda webinarda o'tib yura olmay qolamiz. O'sha uchun forma to'ldirish kerak. Forma to'ldirish tartibi qanaqa? Bitta tushuntirib yuboraman, qaranglar. Juda ham oson. Chatga kirsanglar, teparoqda men qadab qo'yganman. Turibdi. Yozib qo'yganman mana. Webinarda qatnashish tartib qoidalari. Forma to'ldirish shart. Nima uchun forma to'ldirish kerak? Kimdir mikrofonini ochib yuboradi, kamerasini ochib yuboradi, shovqin bo'lib ketadi, palaparshib ketadi. Agar hamma kiraversa, ro'yxatdan o'tganlar kirsa, biz Meet orqali qilamiz. Unda tartib nazoratda bo'ladi. Media bo'limdagilar boshqarib turadi, tushuntirib turasizlar nima bo'lishligini. Telegramdagidek muammo bo'lmaydi. Shuning uchun forma to'ldirish kerak. Forma to'ldirish qanday? Meni lichkamga, mana men lichkam qo'yib qo'yganman. Meni lichkamga ism familiyangiz birinchisi, ikkinchisi telefon raqamingiz, mabodo o'sha telefoningiz ishlamay qolsa zaxira raqam, keyin qatnashdan maqsad. Shu uchusini yozib qo'yasizlar bo'ldi, to'rtusini, opshi. Mana shu 3 ta narsani yozib menga jo'natib yuborasizlar, bo'ldi. Men o'zi keyin xabar yozaman sizlarga, ro'yxatdan o'tganlarni tasdiqlandi, omadli ro'yxatdan o'tdinglar jo'natib yuboraman. Mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa xabar borsa, ro'yxatdan o'tdingiz degan xabar borsa, demak tasdiqlangan bola omadli o'tgan bo'ladi. Mana shunaqa qilib ro'yxatdan o'tib qo'yinglar. Webinar kuni men ko'rmay qoldim, qatnasholmay qoldim. Bola bo'ldi, balo bo'ldi demanglar menga, iltimos. O'sha uchun tartib baribir. Qoida baribir. Shu uchun kim to'ldirmagan bo'lsa formani vaqtlang bo'lishi bilan to'ldirib qo'yinglar. Tepada turibdi. Topa olmasanglar, o'sha sal tepaga chiqsanglar, pinning xabarda turibdi. Video sapchanida ham tushuntirganman, nima uchun to'ldirish kerak, nima qilish kerak. Mana Ra'no opamga qaranglar qanaqa chiqibdi. Gap yo'q, opa. Chotki. Ko'ryapsizlar, meniki qanday qilyapsizlar. Voy xudojon, juda ko'pchilik. 23 ta, 24 ta sanadim, 70 tadan. Deyarli 3 dan 1 qismi topshirmagan hali formani. Formani to'ldirib qo'yinglar, azizlar. Forma to'ldirsanglar, call center telefon qiladi, qanday tartibda o'tilishini, qanaqa o'tilishini tushuntiradi. Sizlar qanday kirish haqida video darslik tashlab beradi. O'sha Meetda o'tsak, Meetda, Zoomda o'tsak, Zoomda qanaqa kirish kerak, nima qilish kerak, darslik tashlab beradi, tushuntira o'rgatadi. O'sha uchun ro'yxatdan o'tishlaring shart. Yoki hamma bitta guruhga qo'shib, o'shada Meet, Zoomda qanday o'tkazishni ko'rsatib beraman. Xo'p. Davay aka, boshlaymiz, gapirtiramiz bebini. O'xshamayapti. Chunki noto'g'ri qilyapsiz-da, buni qilmaysiz-da, siz o'z rasmingiz qilishingiz kerak. Internet ishlamadi. Xo'p, demak, endi gapirtirishga o'tamiz. Hamma ishlarni tashadi, zo'r, malades, juda zo'r ishlar tushdi. Mana tepada ham tushdi bitta chotki. Zo'r. Ana endi nima qilamiz? Gapirtirishga o'tamiz. Qarang, gapirtirishga o'tamiz. Endi vazifa, xo'p. Endi shu rasmni gapirtiramiz. Gapirtirishimiz uchun bizga nima kerak? Bizga birinchi o'rinda Hydra sayti kerak bo'ladi. Hydra AI saytida qilinadi. Eslatib o'taman. Hydra O'zbekistonda VPN siz ishlamaydi, tekinga. VPN o'rnatishlaring kerak bo'ladi. Google'ga Hydra AI deb yozsanglar chiqadi. Mana birinchiga chiqdi. Zo'r natija kelyapti, hali ham o'xshadi. Zo'r, malades. Qaranglar. Hydraga o'tamiz, Hydraga kiramiz. Mana shunday ochiladi va men bitta kursori interfeysini qanaqa bo'lishini mana shunday ochiladi. Burchakda meniki login bor, sign up bor. Biz login qilib kiramiz, ya'ni kirish orqali kiramiz.
va bu yerda maniki Sign with Google degan joyi bor. Mikrofonlarni yopib qo'yinglar. Kimdadir mikrofon ochiq qolib ketdi. Qaranglar. Sign with Google deb bosamiz. Mikrofonlarni ochmanglar, iltimos, mute qilib qo'yaman, keyin ochilmay qoladi mikrofonlar. Xo'p, qaranglar. Kiramiz, ya'ni sign up with Google deb bosamiz, Google akkauntimizni tanlaymiz. Ro'yxatdan o'tishni tasdiqlaysanmi deydi, tasdiqlaymiz, ro'yxatdan o'tamiz. Har bir Google akkauntga Google akkaunt 300 ta kredit beradi. Xo'p, bu yerda tartib qoidalarni tushuntiryapti, rozimisan, shartlarga deb. Ha deymiz, hammasini belgilaymiz, kredit akkauntni bosamiz. Mana shunaqa interfeys ochiladi. Telefonda ham shunday, kompyuterda ham shunday. Video, rasm va audio bo'limi bor. Bizga nima kerak? Bizga video bo'limi kerak bo'ladi. Video bo'limini tanlaymiz. Interfeys mana shunaqa ochiladi, qaranglar. To'ldirishimiz kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Yozib ketaman, qaranglar. Xo'p. To'ldirishimiz, kiritishimiz kerak deymiz. Kiritishimiz kerak narsalar. 1. Prompt kiritamiz. 2. Tushuntiraman nima deb olish kerakligini. Xo'p, rasm. 3. Bu ovoz. Endi to'liq tushuntirib ketaman, qaranglar. Nima qilamiz? Endi yozib qo'yaylik kanalga hozir. Shu rasmlarni gapirtirishni xo'p, amaliy ko'rib chiqib o'rgatyapman. Chatga marhamat. Prosta nima ko'pchilikka foydali bo'lsin deyapman-da. Tushuninglar, men pingit qilgan sari odamlar chiqib ketyapti. Mayli, omadini bersin, chiqib ketayotganlar. Bittasi kirib qolib o'rganib qolsa, mana shu yerga kirib bitta odam o'rganib qolsa, o'sha bizga foydali. Zo'r chiqibdi. A'lo darajada. Link tashlagansizlar, link tashlamanglar, chunki bot yoza olmaydigan qilib qo'yasizlardi. Nima qilamiz hozir? O'chirib tashlaymiz bot yozuvini. Qanday sayt edi, uzr. Saytimizning nomi Hydra. Endi qaranglar, nima qilamiz? Odamlar kiryapti, men tushuntirib o'raman, qaranglar. Hydra saytiga kirib olamiz. Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tamiz, login qilib, bittada o'tib ketadi, oson. O'zbekistonda VPN ishlatishimiz kerak. Qaranglar. Video bo'limini tanlasak, 3 ta bo'lim ochiladi bizda. Prompt bo'limiga nima deb yozamiz? Mana bu yerda kerak bo'ldi. Lip sync yozib qo'yaman. Prompt bo'limini bu fayl tashlab beraman sizlarga. Prompt bo'limiga lip sync deb yozaman. Lip sync nima degani? Ingliz tilidan tarjima qilinganda dublyaj degani. Lapti degani sinxronlash degani. Shunaqa. Xo'p, efirni saqlanib qiling. Menda qotib qolyapti. Asl harakat qilamiz. Qaranglar. Ikkinchisi rasm. Biz nimani gapirtirmoqchimiz? Shuni kiritishimiz kerak. Nima bo'lyapti buni? Nima tashlayapsizlar savol? Hozir amaliy vaqt payt tomosha qilinglar, prosta iltimos. Prosta ko'ringlar, keyin o'zim vazifa bergan payt qilasizlar. Orqamdan qaytarish shart emas. Chat, hamma kirsinlar chatga. Kiringlar, ekranimni ochinglar-da meni. Yo'q, bo'lmas. Hamma chatga kirsinlar bir. Hamma chatga kirsin-da. Hamma chatga kirib olsin-da. Qaranglar, men dars o'tyapmanmi? Amaliy. Chatda o'tiringlar, u chovib ketish shart emas, aralab. Vazifa beraman, o'sha paytda ko'rib qilaverasizlar. Tushunyapsizlar? Hozir tashlayapsizlar, hamma e'tiborini chalg'itib, bo'lib, shumidi, bumidi, nima edi, qani edi. Men hali o'rgatyapman, kutib turinglar menida. Keyin aytaman, boringlar, meni vazifa bajaradigan payt ketib qilasizlar. Kelishdikmi? Shumidi, a'lo deb chalg'itmaylar. Meni ham chalg'itasizlar, savollarga javob beraman. Mayda men 80 ta o'tirgan odamning diqqatini bo'lasizlar. Kerak emas shunaqa narsa. Bir-biring hurmat qilinglar. Men kattalashtirman sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun. Mana shunaqa, mana. Qaranglar, nima qilamiz? Ochildi. Kiritishimiz kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Birinchi prompt. Prompt bo'limiga dublyaj deb inglizchalab yozamiz. Mana lip sync. Mana menga yozib qo'ydim. O'sha faylga, prompt fayliga nima deb yozish kerakligini. Ikkinchisi rasm kiritamiz. Kimni yoki nimani gapirtirmoqchimiz? Karakter va bu yerda mana upload image degan joyi bor. Upload image deb bosamiz. Qonun qoidalariga rozimiz deymiz. Bu yerda tartib bor. Boshqalar soxtalashtirmaylar deyapti. Upload image qilamiz. Boya tayyorlagan rasmimiz. Mana kiritamiz rasmni. Mana rasm kiritildi.
Endi qilishimiz kerak oxirgi ish, nima qilamiz? Xo'sh. Image. Xo'p, bu rasmni kiritib olamiz. Rasmimizni kiritib olamiz va oxirgisi hozir kechirasizlar. Rasmni kiritib olamiz va oxirgi qilayotgan ishimiz shuki, biz ovoz kiritamiz. Nima deb gapirtirmoqchimiz? Ovoz kiritib olamiz. Buni mana tushuninglar, qaranglar. Bu yerda ovozdi. Telefonlaringga yozgan ovoz tashlasanglar bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri diktafon qilsanglar bo'ladi. Tekst orqali o'sha generatsiya qildirsanglar bo'ladi. Ovoz yaratish funksiyasi bor, o'shani qildirsanglar bo'ladi. Men hozir to'g'ridan-to'g'ri ovoz yozishni ko'rsam masalan, men rekord audioni bosaman, ochildi mana. Hozir rekordni bosib, men gapirib to'g'ridan-to'g'ri ovozimni yozib beraman. Qarang nima qilamiz mana keyin. Men hozir amaliy dars vaqtida o'quvchilarimga sun'iy intellekt orqali ularning rasmlarini yosh bolaga aylantirib, keyin uni gapirtirishni o'rgatyapman. O'quvchilarim darsni men bilan birgalikda bajaryapti. Mana ketdi. Yozib oldim. Endi bu yerdan kerak emas qismni qirqib tashlash mumkin. Mana qilib eshitsanglar bo'ladi. Men hozir mana yaxshi turibdi. Kerak emas qismni qirqib tashlasanglar bo'ladi. Hamma narsa tayyor bo'lgan bo'lsa, hatto mana video joyi bor, knopka. Bosamiz, hamma narsa kiritildi qaranglar. Hamma tartib kiritildi, hamma narsa bor. Endi mana bu yerdan generatsiya knopkasini bosamiz. Generatsiya knopkasini bosamiz va generatsiya boshlanadi. Mana kutyapti, narsalar tekshirib ko'ryapti. Qonun qoidalariga to'g'ri keldimi yo'qmi o'chib olib tekshiryapti. Agar hamma qonun qoidasi tartibiga to'g'ri kelsa, generatsiya boshlanadi birdan. Mana generatsiya boshlandi. Bu yerda foizini ham ko'rsatib turadi, necha foiz bo'lganligini mana bu yerda. Videoni uzog'i 1 minutdan 2 minutgacha generatsiya qilib bo'ladi. Juda ajoyib video chiqadi. Hozir men sal kattalashtirib olaman, sizlarga ko'rinish uchun. Mana processing deyapti, ya'ni ish jarayonida generatsiya qilish boshlandi. Juda tez qiladi, juda zo'r. Mana bu yerda qo'shimcha to'ldirish kerak bo'lgan narsalar bor. Uni to'ldirmasanglar bo'ladi, chunki rasm qanaqa formatda bo'lsa, o'shanaqa formatda qiladi. 16 ga 9, 9 ga 16 formati, kачествоsi so'rayapti. Kачествосini pasaytirsanglar, kamroq kredit ketadi. Har bir akkaunt 300 kredit beradi. Bittaga o'rtacha 80, 90 kredit ketadi. 80, 90 shunaqa atrofda. Sekundini qancha uzunligi bor? 10 sekund bo'lsa kamroq, 20 sekund bo'lsa ko'proq. Maksimal 20 sekundgacha qiladi. Undan uzoqroq qilmaydi. Tartib qoidalari shunaqa. Mana hozir jarayon boshlandi. 45% bo'lib qo'ydi o'zi. Hozir tayyor bo'lsin, bitta videoni ko'ramiz. Keyin men sizlarga vazifa beraman, bajarasizlar. Amaliy qilib ko'ramiz. Qani qo'llangdan kelyaptimi, yo'qmi? Hozir hamma chatda o'tirsin, tayyor bo'lib ko'rib olgunicha. Boyagidek bo'lmasin, ketib qolib, bir nimalar tashab, u bo'lmaydi. O'zimizga o'zimiz hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Menga, o'zlaringga bo'lmaydi. Men sizlar savollarga javob beraman, chunki menda shuncha odam o'tirib dars o'tyapmiz. Hamma chalg'itasizlar, bo'lmaydi u narsalar. Shu uchun tartib bo'yicha harakat qilinglar. Mana tayyor bo'ldi 80%. Bitta videoni ko'ramiz, videoni tashlaymiz, vazifa beraman, bajarib kelasizlar. Linkini ham beraman saytda. VPN ishlatish kerak aytganimdek, bu sayt uchun O'zbekistonda tekin VPN ishlamaydi, VPN ishlatasizlar. VPN ishlatsanglar ishlaydi. Mana video tayyor bo'ldi. Mana play'ni bosish mumkin endi. Men hozir amaliy dars vaqtida o'quvchilarimga sun'iy intellekt orqali ularning rasmlarini yosh bolaga aylantirib, keyin uni gapirtirishni o'rgatyapman. O'quvchilarim darsni men bilan birgalikda bajaryapti. Volia. Bo'ldi, tayyor. Telefonda qilib bo'lmaydi, sun'iy intellekt qiyin deydiganlar uchun. Men hozir amaliy dars vaqtida o'quvchilarimga sun'iy intellekt orqali ularning rasmlarini yosh bolaga aylantirib, keyin uni gapirtirishni o'rgatyapman. O'quvchilarim darsni men bilan birgalikda bajaryapti. Mana tayyor bo'ldi. Hech qancha vaqtimiz ketmadi. Yuklab olamiz. Xo'p, download. Kattalashtirib, mana pastda yuklash knopkasi bor, bosamiz. Nima deyapti? Upgrade qilyapti, ya'ni pullisini sotib yuklash uchun, ya'ni With Watermark degani pastda Hydra degan yozuv turadi, agar sota olmasang deyapti. Mayli deymiz, biz yuklashni bosamiz, downloadni. Shunda bizga yuklab beradi. Tayyor bo'ldi. VPN bilan qilinadi. Albatta VPN bilan qilinadi. Endi nima qilamiz qarang. Endi buni hozir anaga tashlaymiz. Ana bitta ochib ko'rsataman faylni. Men hozir tayyor bo'ldi videosi. Ne qilamiz mana? Endi tashlaymiz. Xo'p. Tushunmadim. Izlashni qo'laydi aytgancha buni. Kopirovat, загрузки. Xo'p, mana. Video ham tayyor
tayyor bo'ldi. Marhamat, ko'rib bemalol ballik sistemada ball berib baholasangiz bo'ladi. Jo'nataman. Reaksiyalar bildirib, ostidan o'zlaringni shu rasmga, shu videoga 10 ballik sistemada ballang bersanglar bo'ladi. Hamma. Men tashladim, tushdi fayl. Ko'ringlar qanday chiqdi, necha ballga arziydi, qanchalik o'xshadi, yaxshimi, yo'qmi yozasizlar, kommentariy qoldirib, o'sha 10 ballik sistemada baholasanglar bo'ladi. Keyin bahola bo'lgandan keyin sizlarga vazifa beraman. Qilasizlar, birgalikda qilib ko'ramiz. Qani sizlarning qo'llaridan kelyapmi, yo'qmi? Hozir hamma bitta baholasa, mana ketyapti. 10. Zo'r. Yaxshi. Prompt tashing, okey. Prompt tashlab beraman. Hop. Hozir sizlar ham qila oladigan bo'lasizlar. Xuddi shu narsani. Oson qilasizlar, ishoninglar. Prям oson bo'ladi. Xo'p, biz nima qilamiz? Bular odamlar baholab turgunga qadar kiramiz video bo'limiga. Birinchi sayt linki. Молодец, zo'r. Hamma aktiv qatnashyapsizlar, zo'r. Xo'p. Videoni tayyorlash uchun hop 1 VPN bo'lishi kerak. 2 sayt. 3 prompt lip sync. 4 ovoz kiritamiz. 5 generatsiya qilamiz. Tayyor. Tashlab qo'ydim mana. Saytni ham tashlab qo'ydim, sizlarga tayyor qilib, promptni ham nima deb yozish tashlab qo'ydim. Hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Endi sizlar qilishlaring kerak bo'lgan ish vazifa mana 10 video rachda hygiene bilan hidrani qanday farqi bor? Katta farqi bor. Ikkosi boshqa saytlar. Faqat nima? Hidrada sal kuchsizroq gapirtirish, endi uni intonatsiya qo'shib yuboradi ortiqcha. Hygieneda pullista juda ham tabiiylik saqlab qolish mumkin. Kimdir chatni zapis qilyaptimi? O'zim zapis qilyapman. Qaranglar. Vazifa azizlar. Rasmlaringni jonlantirib, men aytganim xuddi menikidek qilib generatsiya qilib kelasizlar. Mana saytni tashlab qo'ydim. Prompt bo'limiga nima deb yozish tashladim. Ovoz kiritishlarni ko'rsatdim qanday qilib. Generatsiya knopkasini bosasizlar. Hammaga omad, go. Men hozir timer yoqaman sizlar uchun. Timer yoqamandan keyin ko'ramiz qancha vaqtda qo'llaringdan kelyapti. Sekundamer 3 2 1 ketdi. Bosinglar. Chatdan chiqib ketish shart emas. Chatni swipe qilib pastga tashlaymiz va bajargan ishlaringni qilib bo'lganidan keyin yuklab bu yerga tashlaysizlar hammalang. Olg'a. VPN qanaqa VPNni qanaqa belgisini skachat qilish kerak? VPN tepada tashladim, o'sha ham bo'ladi. VPN boy tepada tashlab berdim-ku, videosini ham tashlab qo'ydim. Qanaqa skachat qilish, qanaqa o'rnatish. 10. Kompyuter skachat qilmasdan kiradigani bormi? Kompyuterda skachat qilmasdan kiradigani bormi? Kompyuterda prosta kirib ko'ring. Agar pulli deb so'raversa, men sizga kompyuter uchun VPN tashlab beraman. Kanalda hamma narsa bor. Kanalga kirib VPN deb izlasanglar, mana VPN deb izlasanglar, tepada kanalda VPN uchun bor, yozib qo'yganman. Xo'p, mana kompyuter uchun o'rnatish uchun VPN, qanaqa o'rnatish darsligi ham bor tepada. Xo'p, hamma narsa bor kanalda, faqat izlanish kerak. Xo'p, bitta qilib ko'ringlar prosta kompyuterdagilar. Agar kompyuterda prosta bo'lmasa, keyin kompyuter uchun VPN o'rnatamiz. Hozir bosinglar. Qilib ko'ringlar, vazifani bajaramiz. Internet ishlab bo'lmadi. Nega? iPhone qaysi VPN? iPhonega qaysi VPN bormi? iPhone bilmayman, men iPhone ishlatmayman. iPhonega qanaqa VPN ketishini ham bilmayman. Qarab ko'ringlar o'zlaring, VPN izlab ko'rsanglar chiqsa kerak. Xo'p, chat. Vazifa tushunarlimi hammaga? Xuddi boya yaratgan rasmlarning asosida mana shunday bolani gapirtirish videosini tayyorlashlaring kerak bo'ladi. Ovozni qanday joylashni boshqatdan tushuntiring, iltimos. O'sha payt internet qotib qoldi. Yaxshi qaranglar. Ovozni qanday joylashtirish ko'rsataman. Mana bu yerga prompt yozdik, misol uchun meniki lip sync deb prompt yozdik va keyin mana bu yerdan hop start frame character degan joyiga rasmimizni yuklaymiz. Kerakli rasmni yuklaymiz. Mana o'sha gapirtirmoqchi bo'lgan rasmimizni audio script degan joyi bor, ha? Audio scriptga bosamiz va bu yerda mana record audio ovozni yozib olish. Shunga bosamizdan keyin mana
yozib olishni bosib, to'g'ridan-to'g'ri gapirsanglar, ovozdan yozib oladi. Bo'ldi, shu bilan tayyor bo'ladi. Shunaqa qilib yuklanadi. Masalan, men yana bitta ko'rsataman. Hozir qaytadan o'quvchilarimga qanday qilib ovoz joylashni ko'rsatib beryapman. Mana tayyor, mana hatto video, mana qo'shildi, hamma narsa tayyor bo'ldi va generatsiya knopkasini bosamiz. Shu bilan tayyorlab beradi. Juda ham oson. Yaxshi, vazifa hammaga tushunarli, bajaringlar. Go. Kompyuter VPN bering. Rahmat kattakon, tushundim. Kompyuter uchun VPN, mana kanalga chiqsanglar, tepada, xo'p, hozir ko'rsataman. Kanal qidiruv bo'limiga VPN deb bossanglar, yozib qo'yibman meniki. Xo'p, extension bo'limiga VPN o'rnatish, oddiy VPN o'rnatish mana. Hozir copy link qilib tashlab beraman. Xo'p. Pastga tashlaymiz. Kompyuterga VPN o'rnatish. Tashlab qo'ydim meniki. Bossanglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Qanday qilib kompyuterga VPN o'rnatadi, nima qiladi, hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. 3800 dedik. Nima bo'ladi? Odamlar tintak bo'lganmi? Qayerga chiqib ketyapti shuncha odam? Xabar yozib o'rganimizga yoqmayaptimi? Rivojlanish kallasi ishlab ketyaptimi? Ilm ma'rifat buzagan ekan deyaptimi? Xudojon. Shuncha qimmatbaho narsalar tekin o'rgataman deb tursa-yu, odamga chiqib ketaversa. G'alati. Qachon bu segment tushaman, men bilmayman. Bu savolga menda javob yo'q. Xo'p, mana VPN qanday kompyuter o'rnatishni tashlab qo'ydim. Ko'rsanglar bo'ladi. Vazifalar tashlaverasizlar. Men Amazon AWS'dan OpenVPN olishni maslahat beraman. To'g'ri, olish sal qiyin, lekin tezligi va imkoniyati keng. Uzun viza kerak bo'ladi. Hozir oddiy ishlatib tursa ham bo'ladi. Hozir vazifani bajarib kelish uchun. Aka inglizcha gapiryapti-ku. Kim inglizcha gapiryapti? Xo'p, gapirishingizga gap yo'q. Rahmat. Rasm. Qani qayda inglizcha gapiryapti? Tayyorladim. Tashang. Nima deb gapirganmiz, o'shani gapirtiradi-da. Tashang bo'ldi. Yuklab tashang bu yoqqa. Internet juda yomon. Shunga chiqib ketmoqda. Bo'lishi mumkin. Yo'q, kanaldan chiqib ketyapti. Tushunmayapti. Chatdan chiqib ketganini tushunaman. Kanalda 3800 dedik. 3786 ta qoldik. 14 ta odam chiqib ketdi kanaldan. 14 tadan 3800 ni o'tib ketdik ancha. G'alati. Tushunmayman. Email qanday bilamiz? Email qanday bilamiz? Tushunmadim gapingizga. Email qanday bilamiz nima degani? Prosta login qilasiz. Continue with Google account bos kirib ketasiz. Bo'ldi. Oson. Men shunday isib ketyapman. Yomg'ir yog'moqchi bo'lyapti tashqarida. Eshikni ochib kanalga qo'shib qo'yishim kerak hozir. Mana video tashlashdi, ko'rsataman. Salom, mening ismim Milliardjon, men hozir Murodjon Ermatovning darsligidan. Salom, mening ismim Milliardjon, men hozir Murodjon Ermatovning darsligidan o'rganib, katta odam yosh bo'lamiz. O'rganib oldim, mana sizlarda. A'lo darajada. Faqat bitta narsa. Xo'p, Oybek xo'ja, meni ismim, familiyam Murodjon Ermamatov. Ya'ni Mamatov. Ermatov emas, Ravshan Ermatov emas dedik-ku. Ermamatov, ikkita ma. Shunaqa ism familiyam. Hech qilsa qolgani a'lo darajada zo'r. Birinchi ish keldi meniki. Chotga chiqibdi men. Tushuninglar, qila olmayotgan bo'lsangiz aytinglar. Mana shu o'xshamayapti, buni qila olmayapmiz. Nima qila olmayapmiz? Aytinglar. Yonidagilar qilyapti, demak to'g'ri qilsa bo'lyapti. Xo'p. Nima qayda yuribsiz, Accounts Google. Endi nima qilish kerak? Noto'g'ri kirib ketib qolibsiz. Mana buni Continue with Google deb bosasiz. Continue with Google. Google accountingiz kiritingda bu yerga. Anaga, mana bu kim edi bu? Izoza Nodirova. Google accountingiz kiriting, telefoningizda bor Google accountingiz bo'ladi-ku, o'shani kiritib, login parol qilib kirsangiz, ro'yxatdan o'tadi-da, kiradi. Prosta Continue with Google deb kirganingda bo'ladi. Siz lekin adashmasam boshqa joyda yuribsiz-da, uni kim edi mana? Yashnarbek Rahmatov. Murodjon ChatGPT kirib bo'lmayapti nimaga, ochmayapti. Continue with Google deb bosib oling, ochib ketadi. Men hozir tashlayman chatdan. Okay. Mana bu knopkani bosish kerak, kira. Bu yerga
Mana bu yerga Google akkauntingiz kiritasiz, ko'rsatadi. Hop, bu yerga Google akkauntlarni kiritasizlar. Logini, paroli kiritsanglar ochiladi. Xo'p, malades. O'z odamlarni attestashni boshladi. Xo'p. Demak, qila olishyapti. Sizlar ham qila olasizlar. U o'xshamaydigan gap yo'q. O'xshaydi, hammada o'xshaydi. Prosta ko'proq harakat qilib ko'ringlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'ranglar. Ko'rsatdim. Mana shunday bo'lyapti, nima bo'lmayapti, nima o'xshamayapti, so'ranglar. Men tushuntirib beraman. Hop. Yaxshi. 63 kishi o'tiribdi chatda. Menimcha ko'pchilik qilishga chiqib ketib qoldi shekilli. Yoki aytgan internetda muammo bo'lyaptimi, shunaqa bo'lyapti shekilli-da. 65 kishi. Kimda nima muammo bo'lyapti, so'raylar. Muncha zo'r. Men kira olmayapman chatga. Bolalarim uxlashyapti. Ustoz, o'xshadi menda. Qanday qilib yuklasam bo'ladi? Qarang. Sal pastga tushiring telefonni. Timni tepaga ko'taring, mana bunaqa qilib swipe qiling tepaga qarab. Bunday qilsangiz pastda yuklayotgan joyi chiqadi. Mana bunaqa joyi chiqadi. Hozir bunday turibsa, ko'rsam qanday turganingizda. Hozir. Mana shunday turibsiz, sal pastga tushirsangiz menda yuklayotgan joyi chiqadi. Sal tepaga ittarib pastga tushib oling. O'shada yuklayotgan joyi chiqadi. Keyin o'shani yuklab olasiz. Hidraga kira olmayapman. Hop, videosini tashlaysizmi? Hozir kirdim-u. Qaysi tomon, qanday qilishdimi? Ha, bitta odamlarni qilib olsin-da, keyin noldan tushuntirib beraman. Menda shu chiqdi. Prosta tepani bosib oling. Pullisini sotib olyapti, kerak emas, tepani sotib olmaslikni bosib oling, keyin nazarni bitta bosing, bo'ldi. O'sha yerda o'rganaman, ertaga unda bo'ladi. Emailni bilmayapman. Bo'pti, vazifa bo'ladi, bilmayotganlar. Shunday turlar, bitta boshqadan ko'rsatib beraman. Prosta pastama sign up with Google deb bosib oling, tamom, Javohir. Pastani sign in with Google degan joy turibdi-ku, shundan bosib olsanglar, kirib ketadi Google akkauntlar orqali. Bu kiritib qo'yilgan telefonlaringga. O'tvoryapti sayt. VPN ishlating. Internet juda yomon. Darsni ertaga YouTube'da ko'rib olaman. Ha, qaranglar. Lekin o'sha payt savol tug'ilsa, qiynalasizlar. Murodjon, savolga javob bermadingiz. Javob berib ko'rsatib ketdim-da, qarang. Men bu sign with Google deb bosib oling, bo'ldi. Lekin qayerda yuribsiz siz? Bu boshqa joy-ku. Javob berdim, Yashnarbek. O'sha rasmda turibdi, sign with Google degan joy bor. O'shani bosib olish kerak, kirib ketadi. Xo'p. Nima bo'ldi? Kimda yana qanaqa muammo bo'lyapti? Telefonda ko'rsatib beraymi? Yozayda. Telefonda qanday qilishni ko'rsatib beraman deylik-da. Nimani yuklayu? Munisxon Ishaboyeva. Bu nima? Hech narsani yuklash shart emas, prosta Hidra saytiga kirib qilish kerak edi-da. Nima uchun mail Google turibdi pastda? Javohir, pastda sign up with Google turibdi mana. Shuni bosing, kira. Tayyorladi, keyin yo'qoldi. Assistent bo'limida turadi, Library degan joy bor. Mana Libraryga o'tsanglar, hamma ishlang turadi shu yerda. Shu yerdan olsanglar bo'ladi. Shu hidra.com ga kirasizlar. Saytni qayta ayting, iltimos. Yoki linkni.
Bo'ldi, sizga Ugasfa, Izoza, Nodirova Google accountga kirolmayapsiz, login parolni bilmayapsiz. Ugasfa bo'ladi, tushuntirib yuboraman qanday qilib bajarish kerakligini. Yo'qotib qo'yganlar, tayyor bo'lgandan yo'qolib qolganlar, men history bo'limida, library bo'limida turadi, shundan ko'rib olasizlar. Ilovasi bormi? Ilovasi bor. Ilovasi ham bor. Chat. Ana qilinglar, qayta kiringlar, telefonni bitta ko'rsatib beraman. Hamma kirsinlar chatga. Hop. Chatga kiringlar bo'ldi prosta. Chatga kiringlar. Telefonda qilishni noldan ko'rsatib beraman. Vazifalar bitta ko'ramiz. Mana vazifalar keldi yana. Assalomu alaykum. Malikaxon yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Men sizni sog'indim. Zo'r chiqibdi, malades. Malikaxon kimligini bilmayman lekin. Assalomu alaykum. Murodjon Ermatovga katta rahmat, bizga tekin dars o'tdi. Malikaxon qizi Malikaxon baraka bersin. A'lo darajada aka, zo'r chiqibdi. Xo'p, Malikaxoningiz Malika ekan demasam. Xo'p, qarangizlar. Zo'r chiqibdi aka. Gap yo'q, ekolog degan zo'r chiqibdi. Bo'ldi, boshlaymiz, qaranglar. Qilishimiz kerak bo'lgan ishlar tartibligi. Telefonda qilish. Xo'p. Telefonda qanday qilinadi? Telefonda qanday qilinadi? Birinchi, bizga kerak bo'ladi Wi-Fi, VPN. VPN kerak bo'ladi. Men VPN tashab berganman sizlarga. VPN ni kiramiz. VPN ni kirib olamiz, mana VPN ni kiramiz. Mana bu yerda ulash knopkasini bosamiz. Kerakli joyini tanlaymiz. Chicagomi, farq yo'q. Qayerda berib tanlaysiz. VPN ni yoqib olamiz. Bo'ldi. VPN yongandan keyin VPN yoqqani uchun telefonimiz uzildi. VPN yonsa telefon uzilib qoladi ekran. Chunki VPN yondi, mestapalashni uzildi-da. Ne qilamiz qaranglar. VPN yoqib oldik, birinchi qilayotgan ishimiz. Endi qayta ola olaman ekranimni sizlarga. VPN yoqqani uchun ekran uzdi. Xavfsizlik bo'yicha tizim. Telefon ekran qayta ola olaman. Va endi qaranglar, nima qilamiz? Davomi. Xo'sh. Mana ulandi, qaranglar ekranim. Endi nima qilamiz qaranglar. Boshlaymiz noldan. VPN kerak bo'ladi, VPN ni kirdik, yoqib oldik. Ikkinchi, Hydra AI saytiga kirib olamiz. Hydra AI deb izlaymiz Google ga kirib. Google kiramiz, yozamiz. Hydra AI. Qidiramiz. Qora rasm bo'ladi mana. Mana bu rasm, o'sha Hydra AI. Hydraga bosamiz. Mana ochildi. Kompyuterni variantda ishlatsanglar bo'ladi. Telefonni formatda ishlatsanglar bo'ladi. Qaysi ma'qul bo'lsa shuni ishlatinglar. Mana burchakda 3 ta nuqtachani bossanglar mana buni. Mana 3 ta nuqtachani bossanglar yozib qo'ymaydi. Desktop versiya. Desktop versiyani o'chirib qo'ysanglar telefondagidek ochiladi. Endi qarang nima qilamiz. Mana bu yerda try now deb bosamiz. Hozir sinab ko'rishdi. Mana sizlarda chiqqan narsa menda ham chiqdi qaranglar. Xuddi o'sha sizlarda chiqqan narsa. Ko'pchilik shu yerdan o'ta olmayapti. Qaranglar, endi nima qilamiz? Buyerda Sign with Google degan joy bor mana. Sign with Google deb bosamiz, kutib turasizlar. O'zi chiqaradi meniga Google akkauntlaringni. Qanaqa akkauntlaring bor, qaysidan kirish kerak chiqadi. Tanlaysizlar, masalan, birontasini. Kutib turasizlar. Kirib ketadi to'g'ridan-to'g'ri, hech nima so'ramaydi sizlardan. Kirib ketdi meniki, to'g'ridan-to'g'ri kirib ketdi. Yana bitta vazifa keldi. Qaranglar, endi nima qilamiz? Buni telefon formatda ochib olamiz. Mana telefon formatda men ko'rsatgandek ochildi. Hop. Sign with Google. Nazat boramiz. Yana bitta Google account orqali kirish. Hozir. Kimda yana shunaqa chiqdi? Kimda mana shunaqa bo'lib qoldi? Hech kimda shunaqa bo'lmayaptimi? Agar mana shunaqa bo'lmasa, polni saytdan chiqib ketasizlar. Keyin men qayta kirasizlar, ochilgan bo'ladi. Menda 1051 kredit bor. Saytda burchakdan kres knopkani bosib ketasizlardan keyin qayta saytga kirasizlar, mana shunday ochiladi, shu joyidan. Mana chiqib qolyapti tepada, ko'rdinglar-ku, muammo bo'lyapti, bir nima chiqib qolyapti-ku. O'sha vaqtida
Hozir qilish shart emas. Iltimos, bu nimani tushuntirdim sizlarga? Hozir bajarmaylar. Hozir mayda o'tiringlar kelib. Urgan o'ylar. Telefonim o'tib Tashqarida nima bo'lyapti? Endi telefon qotyaptimi? Qara, internet ishlamayaptimi? Ochildi. Bizda 3 ta bo'lim bor. Video bo'limi, rasm bo'limi va audio bo'limi. Bizga nima kerak? Bizga video bo'limi kerak. Video bo'limini tanlaymiz. Xuddi boya ko'rsatganimdek, 3 ta narsa kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana kiramiz, saytga kirdik. Hydra AI saytga kiramiz. 3. Hop. Google. Hop. Continue with Google bosamiz. Xato yozgan bo'lishi mumkin, kechirasizlar. Va kirganimizdan keyin mana shu bo'lim ochiladi. Video bo'limini tanlaymiz. Bo'limini tanlaymiz. Video bo'limini tanlaymiz. Endi video bo'limini tanlaganimizdan keyin xo'p. Endi kiritish kerak narsalar. Birinchisi biza audio kiritamiz. Audio, ovoz. Birinchi. Mana chunki tepada nima turibdi? Birinchida ovoz turibdi. Aslida boyagidek ketma-ketlikda prompt, keyin rasm, keyin audio kiritsangiz ham bo'ladi. Kechirasizlar. Qanaqa ketma-ketlikda qilish ixtiyorlaringda. Faqat mana shu 3 ta narsa kiritish shart. Qarangizlar. Audio, ya'ni hech kimga hozir yozmay turingizlar, iltimos, chalg'itasizlar. Xo'p, audio, ovoz kiritib olamiz. Ovoz. Nima deb gapiradi? Gapirish. Xo'p. Xo'p. Nimani gapirishi? Bo'pti. Seniki emas, meniki emas deganini qilamiz. Xo'p, ikkinchisi prompt. Prompt kiritib olamiz. Lip sync yoziladi. 3. Character. Rasm. Rasm kiritamiz. Xo'p, qaranglar, endi ketma-ketlikda bajaramiz. Audio scriptni bosamiz. Ana record audio. Ovoz yozib olaman. Hozir o'quvchilarimga qanday qilib biz amalga oshirgan ishlarni telefonda qilishni ko'rsatib beryapman. Yozdim. Ovoz tayyor. Hatto video knopkachasini bosamiz. Character. Rasm. Rasm tanlaymiz va pastga lip sync deb yozamiz. Va nima qilamiz? Generatsiya knopkasini bosamiz. Mana shu vaqtda ekranlaringga pullisini sotadigan narsa chiqib qolishi mumkin, lekin chap tarafda continue davom etish продолжить knopkasi turadi. O'shani bitta bosib yursanglar bo'ldi, davom etib ketadi. Ko'pchilik upgrade deb bosib kiraveradi, tashaveradi. Mana xuddi o'sha holat. Download knopkasini bosib yurish kerak, upgrade deb bosib olgan. Mana bunaqa narsa chiqqan. Prosta chap tarafdagi download knopkasini bosish kerak. Mana katta tarafda ko'rsak, mana shunaqa ochiladi. Download yoki continue knopkasini bosib yursanglar bo'ldi, davom etib ketadi. Fal inglizchani elementarni bo'lsa ham o'rganib qo'yinglar, ziyon qilmaydi. Yozyapti bu yerda. Upgrade to enjoy clean watermark free downloads deyapti. Ya'ni agar pullisini olsang, ko'tarsang, deyapti, obunani olsang, pastda mana watermark degan narsa bor. Watermark bu suv belgisi. Videolar pastdan Hydra deb chiqib qolyapti-ku, shu narsani siz yo'q qilib yuklash imkoniyating bo'ladi deb yozyapti. Mayli, menga o'sha mana yuklab berib download bo'lsa, yuklab beradi. Mana, natijalar kelgan, bitta ko'ramiz tayyor bo'lgunicha. Assalomu alaykum Murodjon. Uzrda Murodjon Ermatov deganim uchun Ermatov ekansiz bilmayman, uzr. Kechirasiz bir marta, xo'pmi? Aytib boshqa takrorlanmaydi. Charchamang, ishlaringizga omad, zo'r ketyapsiz. Gazini bosing. Bizga yo'qotdi ishlaringiz. Biz siz bilan o'qiymiz. Malades. Mana ko'ryapsan, o'zi ikkinchi marta tashlayapti. Salom bolalar. Siz sun'iy intellektni o'rganyapsizmi? Men ham o'rganyapman. Sun'iy intellektlarni
yaxshi o'rganib oling. Agar tushunmasangiz, O'sha 20 sekund bo'lib qolibdi. Tushunarli, a'lo darajada intonatsiyalar bilan gapiribsiz. Rasm zo'r chiqibdi. Bu nima? Menda ham o'xshadi. Молодец, zo'r chiqibdi. Xo'p, aka sahna qilib bo'lmayapti. Zip bo'lib qolyapti. Zip tashlavering. O'sha zip tashlasangiz bo'ladi. Qaranglar, tayyor bo'ldi videomiz. Mana telefonda qilib ko'rsatdim. Men yuklab ko'rsataman. Ochib ko'rsataman. Hozir o'quvchilarimga qanday qilib Mana. biz amalga oshirgan ishlarni telefonda qilishni ko'rsatib beryapman. Hozir o'quvchilarimga qanday qilib biz amalga oshirgan ishlarni telefonda qilishni ko'rsatib beryapman. Bo'ldi, telefonda qilindi. Endi qarang, yuklab olish qanday? Bo'y mana shunaqa turibdi ekrani, qanday yuklasam bo'ladi savol beryapti. Sal pastga tortasizlar mana. Sal pastga tortsangizlar mana. Pastdan yuklatgan joyi bor mana. Mana. Mana yerda turibdi. Yaxshi ko'rinmayapti-da. Bitta nazarda bossak, chiqib ketdi endi. Yo'qolib qoldi. Bu aytdi, ko'pchilik yo'qolib qoldi dedi. Mana 3 ta knopkacha bor, mana 3 ta chiziqli joy. Bossak, bizda mana library degan bo'lim bor. Library nima degani? Bu biz qilgan ishlar turayotgan joy. Kirsak, mana biz hozir qilgan ishimiz turibdi. Ichiga qaytadan kiramiz. Mana yuklash knopkasi chiqdi, ko'rdinglar? Yuklash bosamiz, xuddi boya chiqqan narsa chiqdi meniki menda ham. Explore our premium membership options in feature and find the plan that right for you deyapti. Ya'ni o'sha tepada aytgan narsa, agar deyapti pro versiyasini olsang, ko'tarsang deyapti, pastda uni suv belgisi bo'lmaydi deyapti. Bizga farqi yo'q, mayli bo'lursin desak, downloadni bosamiz. Mana zip fayl ochildi meniki. Ochishni bosamiz, zip fayl men ochildi. Endi qanday tashish kerak buni? Aytayapti, zip fayl olib qolyapti, qanday tashlayman? Xo'p, chiqarib olish degan narsa bor meniki. Chiqarib olish. Chiqarib olishni bosamiz va qayerga chiqarib oladi? Bitta bossak, o'zi avtomatik ko'rsatma chiqarib olish. Download degan joyga chiqarib oldi. Galeriyaga kirsak va download joyiga kirsak, kechirasizlar. Telefon ekraniga olingani uchun qotdi. Mana downloadga kirsak, mana download bo'limida turgan bo'ladi. Download qani? Downloadga ketdi. Mana downloadda turibdi mana. Video tayyor. Hozir o'quvchilarimga qanday qilib biz amalga oshirgan ishlarni telefonda qilishni ko'rsatib beryapman. Bo'ldi. Telefonda kompyuter nima razlisa bo'lyapti? Bir xil vaqt ketyapti. Chem telefonda tezroq qildik. Chunki ovozi qisqaroq edi, tezroq bo'ldi. Sizlar e'tibor beringlar, orqasidagi shaharda svitlar yonib o'chyapti, oldidagi mana monitor ishlayapti, mana qaranglar. Qo'llari harakatda. O'quvchilarimga qanday qilib biz amalga oshirgan ishlarni telefonda qilishni ko'rsatib beryapman. Like this degandek, hozir nima qilamiz? Mana telefonda ham qildik deb tashlab qo'yamiz kanalga. Hop. Bu emas, bu emas. Bu. Telefon orqali tayyorlandi. 2 minut ham vaqt ketmadi. Baho berishingiz mumkin. Jo'natamiz. Bo'ldi. Mana chiqib ketgan 40 ta 50 ta odam o'zi biladi. Kelajakda orqada qolyapti xolos. Hech kim bilan o'tirib o'rgatmaysalarga soatlab. Tashladim mana. Endi kommentariyalar yozib, like bosib, o'sha izoh qilib, shuna qilsalar bo'ladi. Xo'p, nima bo'lyapti? Ketdi video. Ko'ramiz. Nima gap mahalla oila? Mast. Xo'p, men adashmasam, ochmalik chunki hozir sizning qurilmangizda xotirangiz kira olmayapsiz. Biroz kiring. Menda pamyat to'lib qolyapti. Sabab juda katta formatda yozyapman. Shunaqa bo'lyapti. Zo'r, a'lo darajada ko'rdim. Yaxshi chiqibdi. File to download ascent. Download are not support the Google search app. Please use the support browser in Chrome, Safari, Firefox. Qarang, nima deyapti? Aytganimda hech bo'lmasa inglizchani yoki ruschani sal bilish kerak-da yoki tarjimondan foydalanish kerak. Aytayapti, sen ishlatayotgan brauzer orqali yuklab olish imkoniyati bo'lmayapti. Google Chrome yoki Safari yoki Firefox dan ishlatib yuklab ol deyapti. Qochib ketasiz bundan. Telefonlaringda maniki. Mana Google Chrome degan joyi bor. Google degan papkada. Chrome'ga kirasiz. Chrome'dan Hydra deb izlaysiz maniki. Mana Hydra turibdi menda. Hydra deb izlab kirib, mana shu yerdan yuklab olasiz, yuklanadi. Birinchi muammoga javob shu. Xo'p.
Qanday prompt yozamiz? Prompt lip sync deb yoziladi. Menda turibdi, mana ekranda katta qilib qo'yganman. Xo'p, kanalga ham tashlaganman. Shundan keyin qaysini bosish kerak? Mana generatsiya knopkasini bosasiz. Qizil tepaga chiqarish knopkasi turibdi, shuni bitta bosasiz, generatsiya qiladi. Okay. Mana zipni oching, yuklanadi. To'g'ri, zipni ochsangiz tashqariga chiqarib olish mumkin. Men buni Murodjon Ermatovdan o'rgandim va telefonda bajardim. Молодец. 10. Nima bo'lyapti bu rasm? Nima deyapti? Xo'p, qaysi VPNni yuklang? Kanalga tashlab qo'ydim-ku, tepada turibdi linki bilan. Xohlagan VPN ishlatsangiz bo'ladi. Shundan keyin qaysini bosish kerak edi? Generatsiya knopkasini. Telefon orqali ko'rsatib beradi akaga. Akam, opami, singilmi? Buni qilamiz, kiramiz, buni bosamiz. Mana buni belgilaymiz, jo'natamiz, o'zlariga avtomatik etib boradi. Yaxshi. Xo'p, pastga tashlab qo'yamiz. Okay, davom etamiz. Zo'r. Ustoz bo'lmadi. Javob berdim-a? Anaga namunami desmingiz nima edi? Noila edimi? Noila tushundingizmi qanaqa qilishdi? VPN yoqilmasa ishlamaydimi? Yo'q. Murodjon aka, men ham hammadan birinchi bajardim. Faqat saqlab oldim, zipni jo'nata olmadim. VPN qaysini yuklay? Xohlagan VPN yuklasangiz bo'ladi. Rasm yaratishni ham bitta takrorlab bering. Qaranglar. Mana qaranglar, download bo'limiga o'tasizlar. Oybek. Qaranglar. Download bo'limiga o'tdik-a? Maniki misol uchun zip fayl turibdi tepada, yuklangan oxirgi faylimiz. Ustiga bosamiz. Mana bunaqa holat ochildi. Xuddi shu holat ochiladi deb. Pastda mana chiqarib olish degan joyi bor. Chiqarib olish bitta bossangiz, qayerga chiqarib olishni aytadi. Download papkasiga chiqarib oladi. Ondan bitta ikkita knopkani bosib shuni qilsa bo'ladi. Shunaqa. Rasm yaratishni ham bitta takrorlab bering. Telefonda rasm yaratishni ham takrorlab beraman. Mana qaranglar. Telefon. Chat GPT qidiramiz. Hamma ko'ryaptimi meni? Chat GPT qidiramiz. Chat GPT kiramiz. Chalg'imaymiz, qaranglar. VPN ishlatmaganingizda o'zi yetib keldingiz. E'zoza Nodirova VPN ishlatish kerak edi. Boya aytdim-ku, VPN ishlatmasangiz shunaqa bo'ladi. Bo'ldi. Nima qilamiz? Chalg'imaymiz, qaranglar. Telefonda rasmni qanday yaratishni ko'rsatib beraman. Hamma chatga qaraymiz. VPN telefonda qanday rasmni yosh bolaga aylantirib olishni ko'ramiz. ChatGPT kirib olamiz. ChatGPT ni ochib olamiz. Pastda o'ng tarafda maniki plus knopkachasi bor. Bosamiz. Add photos degan joyi bor. Bosamiz. Rasmimizni yuklaymiz. Boshqa rasm yuklab ko'ramiz bu safar. Bormi ekan bironta rasm? Xo'sh. Ha? Misol uchun mana bu rasm deylik. Mana shu rasm deylik. Qirqib olamiz. Yozamiz mana. Pastda yozamiz. Boya prompt topib kelamiz. Qaranglar, kanalga prompt tashlaganman. Kanalga kirsak, kanalda mana prompt bor tepada. Men prompt yozib qo'yganman. Ko'pirib qo'yaman promptni. Hozir sekund. Menga shu rasmdagi qizni bo'lib qolibdi, kechirasizlar. Qizgalarga uchun tashlagan prompt ekan. Mana bolalarga. Nusxalab olaman. Nusxaladim. Endi nima qilamiz? Kiramiz. ChatGPT ga kirib olamiz qaytadan va pastiga prompt tashlaymiz. Promptni o'qib olamiz. Menga shu rasmdagi yigitni internetda mashhur bo'lgan yosh bola baby style rasmini yaratib ber. Rasmdagi hamma detallar birga bir holda saqlansin. Ya'ni orqa fon, kiyim va boshqa detallarni faqat yigit yosh bola ko'rinishda o'zgarsin. Hamma narsani kiritib oldik. Jo'natishni bosamiz. Yangi chat. Bo'ldi. Generatsiya qilishni boshlaydi. Faqat sizlar qilayotganlaringda qanaqadir xato qilyapsizlar, xolos. Bu sun'iy intellektda aybi yo'q. Nimadir xato qilyapsizlar, tekshirib ko'ringlar. Men o'rgatgandek qilsanglar, albatta ishlash kerak. Ishlamay qolmaydi. Xo'p, tayyorladim. Rahmat. Hozir ko'ramiz. Hammaga salom. Men hozir oilam bilan birgalikda Seoul Moonga aylanishga keldik. Barchaga xayr, ko'rishguncha. Pika. Zo'r chiqibdi. Yana bitta keldi maniki. Buni ham ochamiz. Sizdan qolgan zurriyot yolg'iz jiyanidan o'zga merosxo'ri yo'q edi. Amriya. Zo'r chiqibdi. Malades, zo'r.
o'z ovozimizni ham qilibsiz. Ma'ni qaranglar, telefon orqali ham qilyapti. Faqat o'sha aytganimdek rasm generasiya qilish 1 minutda 2 minutga cho'ziladi, chunki tekin ishlatyapmiz biz. Xo'p, telefon orqali qilyapmiz. Yana bitta natija keldi. VPN iPhone skachat. Dars vaqtida dars ko'rish kerak-da, izoza. Keyin hech qaysiga ulgurmay yurasiz. Good evening, everybody. Welcome to India. India is the best. Zo'r. Yaxshi chiqibdi. VPNsiz ham bo'lar ekan. Ba'zida ham, ba'zida yo'q. Biz birinchi qudrat loyihasi 1.0 kursini o'tganimizda hida darsiga bor edi. O'zbekistonda VPNsiz ishlamaganda, o'sha uchun VPN tavsiya qilamiz O'zbekistondagilar uchun. Hidra Assistant, Zip. Yozma ravishda tashlaysiz, Samandar aka, nimani tashlaysiz? Mazzamayaptimi? Voy, mayli. Xo'p, chatda 71 kishi o'tiribmiz. Bitta savol javob beramiz, bitta narsani bilib olay men. Yaxshi, a'lo darajada qaranglar. 17-18-19 kuni webinar bo'lishi bor. O'sha webinarga formani kimlar to'ldirmadi? Boyagi savol javobdan qatnashgandan tashqarilar kimlar to'ldirmagan? Bitta plus minus tashlaringlar, bilib olay men. Webinarda qatnashish uchun kanalga forma tashlaganman meniki. Nimani to'ldirish kerak, nima yozish kerak, nima qilishlik to'g'risida mana bu post qaranglar mana. Sal tepada turibdi. Mana post, video soобщенияsi ham bor kanalda mana. Webinarda qatnash tartib qoidalari qanaqa forma to'ldirish kerak va meni lechkamga nima yozish kerakligini tushuntirib qo'yganman. Kim shu formani to'ldirmagan bo'lsa, minus tashlayveradi chatga. Men bilay. Kimlar to'ldirmagan, minus tashlayversin. Hamma to'ldirish kerak. Hamma, tushunyapsizlarmi? Hamma bo'lish shart. Va men qaysidir kursda o'qiganman, guruhda o'qiganman, Murodjon meni taniydi. Yo'q, hamma qatnashmoqchi bo'lgan hamma to'ldirish shart. To'ldirmaganlar minus tashlayveringlar va to'ldirib qo'yinglar. Eslangda qolsin, qatnasholmay qolishlaring mumkin. O'sha uchun to'ldirib qo'yinglar. Assalomu alaykum Murodjon aka. Yaxshimisiz? Zo'r chiqibdi, malades. Mana yuklab olish knopkasi pastda turibdi. Mana shu knopkani bitta bosangiz yuklab oladi. Ozodbek Saidahmadov, dars ko'ramiz, chalg'imasdan. Keyin qilinadi. Forma qani, kanalda turibdi. Bir marta ko'ryapman. Ketma-ketlikda yozib qoldiring, qaysi VPN kerak. Birinchi marta ko'ryapman. Xo'p, dars qaytadan ko'rib olasiz. Hamma narsani tushuntirganmiz, ko'rsatganmiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8ta minus. Mana shular qatnasholmay qolish ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun kirib kanalga mana tepada webinarda qatnashish uchun tartib qoidalari deganda post bor. Nima to'ldirish kerakligini men lechkamga yozib qo'yganman. Shu bosasizlar, lechkamga o'tasizlar, yozib qoldirasizlar. Men sizlarga xabar yozaman. Bo'ldi, ro'yxatdan o'tdingiz, qatnashdingiz deb. To'ldirish hamma uchun shart. Hamma uchun. Shuni tushuninglar, to'ldirib qo'yinglar. Keyin muammo bo'lishi mumkin. Qatnasholmay qolsanglar, xafa bo'lib qolasizlar mendan. O'sha uchun to'ldirib qo'yinglar formani. Tartibi bor, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, o'shani yozib meni saqlab qo'yasizlar, telefon qilishni ochib qo'yasizlar, nomer, ism, familiya, hamma narsani yozib qo'yasizlar menga. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Men bugun Murodjon Ermatov tomonidan qanday qilib shu internet orqali video insonlarni harakat qilishni o'rganib oldim. Malades. Xo'p, qo'yamiz. Yaxshi, yana bitta chiqibdi. Men hozir ovoz bilan video yaratishni o'rganyapman. Hammaga xayr. A'lo darajada ko'pchilik qila oldi meniki. Qaranglar, ChatGPTda telefonni sal biroz cho'zildi, rasm generatsiya qilish, lekin kiritish tartibi o'sha. Tekinida bo'lgani uchun cho'zilyapti. Shunaqa oson. Telefonda ham bir xil. O'sha kiritiladi, qanaqa video qilishni ko'rsatdim, telefonda video qilishni ham, rasm qilishni ham o'rgatdim, men hamma narsani qilishni o'rgatdim. Prosta ChatGPT tekinda bo'lgancha sekinroq ishlayapti. Nima gap, mahalla, oila. Men starter kurs a'zosiman. Go. Zo'r chiqibdi, malades. Xo'p, rasmni Picluminda qilsak bo'lmaydimi? Picluminda yuzingiz o'zgarib ketadi.
Picluminni ham qilsangiz bo'ladi. Endi o'zingizga o'xshamay qoladi. O'sha tarafi bor. Shuning uchun ChatGPTda qilinadi. Demak, hamma forma to'ldirish haqida gapni eshitdim, vebinarda qatnashish uchun. Men juda cho'zilib ketdi rasm generatsiya qilishi. Vaqtimiz ko'p bo'ldi. Xullas, qisqa qilib aytganda o'shanaqa qilish. To'ldirasizlar bo'ladi, tayyor bo'ladi. O'shanaqa. Ko'p vaqt olmaymiz. Natijalar keldi. Kompyuter orqali qanday qilishdi, rasmini qanday yaratishdi ham, videoni qanday yaratishdi ham ketma-ketlikda tushuntirib berildi, ko'rsatib berildi, tartiblari yozildi, video ham yozib olindi. Keyin telefon orqali qanday qilinishi ham ko'rsatib berildi, videosi ham, rasmi ham hammasi ko'rsatib berildi. Demak, biz darsda 0 dan 100% gacha hamma narsasini ko'rib chiqib bo'ldik. Xo'p. Bo'ldi adashmasam, endi ozroq erkin savol javob qilib yakunlasak ham bo'ladi. Promptni qanday yoziladi? Qaysi biriga? ChatGPT-gami, Hydra'gami, qaysiga? O'shani bilish kerak avval. Savolingiz javobini bilmay, savolingiz to'g'ri tushunmasdan turib, javob bera olmayman. Xo'p, men yangi kirdim. Xush kelibsiz oilamizga, dars yozib olinadi. O'sha orqali ko'rib olsangiz bo'ladi darsni qaytadan. Murodjon, assalomu alaykum. Murodjon, men 3 marta ham bajardim, faqat dominantdan keyin qanaqa qilib chiqaza olishni bilmayapman. Saqlab o'tdi, biz tomondan chiqaziladi. Qarang, ko'rsataman telefonda. Telefon orqali mana bu fayllarim degan papka bo'ladi telefonlarda, bilasizmi? Fayllarim degan papkaga kirsangizlar, men oxirgi fayllar degan joyda turgan bo'ladi yuklash. Ustiga bir bossangiz, mana chiqadi. Chiqarib olish degani bor. Chiqarib olish bossangiz, keyin galereyasiga chiqadi, download papkaga chiqadi. Galereyaga turgan bo'ladi. O'shadan keyin men tashlab berasiz. Xo'sh, internetim juda ham yomon. Darsni umuman tushuna olmayapman. Iltimos darsni yozib olinglar. Xo'p. Ko'proq vazifalar qilsak zo'r bo'lardi. Rahmat hammasi uchun. Sizda o'qish kerakmi? Qanday imkoniyat, afzalliklari bor? Voy! Menda o'qish kerak. Avval tekin darslarimni o'qib tugatib olishingiz kerak. Yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Xo'p, afzalliklari, men sohamda mutaxassisman. Eng yuqori mutaxassislardanman sohamdagi. Afzalligi shu. Xo'p, keyin kurslarimiz ham bor. Kurslarda u ixtiyoriy. Keyin men o'zim tanlab olaman kursga o'quvchini, hammani olmayman. Avval tekin darslarni ko'ring. 15 dan ortiq 2 soat, 3 soatlik, 4 soatlik, 1,5 soatlik darslar bor. O'shalar ko'rib olish kerak boshlanishga. Tekin darsda qatnashish kerak. Webinarimiz bor 17, 18, 19-kunlari. O'sha webinarlarda qatnashish kerak, o'rganish kerak. O'rganib bo'lib, shu sohaga qiziqsangiz, shu soha sizga to'g'ri kelishini bilsangiz, shu sohada kelajagingizni ko'rsangiz, daromad shundan qilmoqchi bo'lsangiz, keyin qaror qabul qilsangiz bo'ladi. Pul topish yoki boshqa narsa, webinarlarda, kurslarda o'qish to'g'risida. Ungacha bir dunyo tekin darsim bor YouTube'da. Bir dunyo. Prям bir dunyo. Kirsanglar, maniki sizlar uchun chiroyli qilib taxlab, obloshkalar qilib bezab qo'yganman. Xo'p, maniki Murodjon. YouTube'ga kirib Murodjon Ermatov bizasizlar chiqaman. Mana kirsanglar, kanal chiroyli qilib taxlab qo'yilgan maniki. Har bir dars uchun qaysi darsda nima qilganmiz, nima bo'lgan, maniki chotki qilib, nima deydi, ko'rinishlarigacha a'lo darajada shu kanalga kirsa chiqib ketolmayotgan qilib qo'yganmiz. Kirib, darslarni ko'rib, videolarni ko'rib, keyin yangi darslarimizda, jonli darslarimizda ham qatnashib, webinarda qatnashib, keyin kurslarda o'qisa bo'ladi. Shunaqa. Qaysi kanal, link bering. Mana kurs, mana dars. Mana link. Xo'p, 2 kunda obunachimiz 600 dan oshdi. O'zi 300 qancha edi? 2 kunda shuncha bo'lib ketdi. Mana darslarimiz boshlanishiga mana 3 ta dars ko'rib o'ylar. Supermaster Piclumin AI bilan Real Anime Pixar rasmlar yaratish, keyin mana shu videoda Real Anime malikani jonlantirish, keyin kompyutersiz kino yaratish. Bu amaliy darsimiz. Shu 3 ta videoni ko'rib olsanglar, birinchi katta tushunchaga ega bo'lasizlar. Bu oxirgi darslarimiz. Keyin vaqtlaringga qarab bir boshdan ko'rib kelsanglar bo'ladi. Bugungi dars ham yuklanadi. Bugungi darsni ham ko'rsanglar, 4 ta asosiy ko'rishga kerak bo'lgan dars, keyin qolgan bular bir boshdan ko'rib kelaverasizlar. Shunaqa. Xo'p, savol javobga qaytamiz. Aka, iltimos o'rgatib yuboring. Nimani o'rgatib yuboring? Alo, telda Google ga o'tib bo'lmayapti. Google dan o'tib bo'lmayapti.
Google Chrome orqali kiring. Ko'rsatdim-ku boya. Telefonda Google degan papkada Chrome degan fayl bor. O'sha programma, o'shanga kirib, o'shandan kirib keting. Savol-javobga qaytamiz. Marhamat, savollar. Qarang, hozir yosh bolalarga katta mazmun kelyapti. Shuni yosh bola ovoz qilib qoladimi? Ovozlarni. Albatta, xohlagan ovoz qo'yaverasiz yerga. Qonun qoidalariga to'g'ri kelsa bo'ldi. Qonun qoidalari bor. O'sha qonun qoidalariga to'g'ri kelsa qilib beraveradi. Xo'p, savollar. Shunda o'rgatib yuboring, iltimos. Nimani o'rgatib yuboray? Men bu nima desangiz, Googledan kiradiganni. Xo'p. Google'ga kirdim, email bir narsa, password deb bir nimalar chiqdi. Welcome to Hydra deb chiqdi hozir. Javohir bo'ldi, dars qaytadan ko'rib olasizda. Hozir yana 0 dan 5-marta ko'rsatib bermaymiz-ki, videoni yozib qo'yamiz, o'shanda ko'rib olasiz. Xo'p. Tushuntirib berdim-ki tartib ketma-ketligi qanaqaligini. Bo'ldi, Hydraga saytga kirgan bo'lsangiz, welcome Google deb o'sha Hydra deb chiqdi. Video bo'limini tanlaysiz. Video bo'limini tanlaganingizdan keyin audio degan joyga ovoz yozasiz, prompt degan joyga lip sync deb yozasiz, charakter degan joyga rasmni kiritasiz, generatsiyaga tashlaysiz, bo'ldi. Shu. Xo'p. Va alaykum assalom. Qarang, mana shu o'sha bolani ovozini qanday qilib o'zgartirsa bo'ladi deyapsiz-ku? O'zimiz tanlasak bo'ladimi shuni? Bolani ovozini diktofon qo'yib o'shani tashlaysiz-da. Ammo o'sha ovoz kiritayotgan joyi bor. Upload audio degan joyi bor. Record audio emas, upload audio. O'sha upload audioda maniki video bo'limida maniki ovoz tanlayotgan joyida upload audio qilib telefoningizda yoki kompyuterda turgan yosh bola ovozini tashlaysiz, o'sha orqali kiritib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Menda ovoz chiqmayapti, o'xshamayapti. Kompyuterda qilyapman. Dars qayta ko'rib olasizda. Hello, my name is Karamattin. Zo'r. Xo'p. Savol-javoblarga qaytamiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qarang, men savolim bor edi, Murod aka. Mana shu o'sha Hydra sayti orqali ro'yxatlangan paytda 3 ta kredit beradi-ku. Shu kredit tugagandan keyin bepul vizani ishlatib bermaydimi? Kelasi oyda kutasiz, boshqa akkauntdan kirasiz. Keyin uni o'chirib boshqa akkaunt orqali kirsang bo'ladi. Chiqib ketasiz, boshqa akkauntdan kirasiz, yana 300 kreditingiz bo'ladi. Böyle bir düşündüm aka. Savollar. Yozma, G'oz aka. Kimda nima savol bor? Marhamat, savollarni beringlar qani. Hozir shu gapirtirishni o'rgatyapsiz, keyingi darsda nimani o'rgatasiz? Ko'ramiz. Bu ketish bo'lsa hech narsani o'rgatmayman. Nimaga? 3800 edik dars boshlanishidan avval. 3768 ta bo'lib qoldik. 4000 ta bo'lsak dars o'tishimiz kerak edi bugun. Chatda necha kishi o'tiribsiz? 56 kishi. Dars vaqti 80 kishi qatnashdi. Bunaqa bo'lsa bo'lmaydi-da. Qaranglar. 58 kishi, 60 kishiga yaqin odam o'tiribmiz. Ertaga dars o'tishim uchun odam 4,5 mingta bo'lish kerak kanalda. Nima qilasizlar? Kanalda linkini olasizlar va shu sohaga qiziqayotgan tanishlaring bo'ladi-ku. Borasizlar, yozasizlar. Mana shu yerda shunaqa tekin dars o'tilyapti. Telefonda sun'iy intellekt o'rgatilyapti. 0 dan qilish o'rgatyapti tekinga. Qiziqsang kir, mana shunaqa ishlar qilyapsiz, ishlar ko'rsatib, tavsiya qilib, kanalga qo'shasizlar, taklif qilasizlar. Link orqali, qilib qo'shmaylar. Link orqali qo'shasizlar va kim nechta odam qo'shayotganini, qo'shilganini menga screenshotni tashlaylar. Meni lichkamga rag'batlantiraman. Men realniy rag'batlantiraman. Skidkalar, foizlar, tekin darslar, kurslarimga skidkalar, umuman shunaqa narsalar beraman. Faqat realni qiziqadigan odamlar qo'shinglar. Bizga kerak emas darsimizda o'tirmayotgan odamlar. Kanal selkasini olasizlar, kooperativ qilib, taklif qilasizlar. Sinfdoshlaring, do'stlaring, kursdoshlaring, yaqinlaring
kim mana shu sohaga qiziqmoqchi, o'rganmoqchi tekinga keladi, link tashlaysizlar, qiziqtirib olib kelasizlar. Har birini qo'shilgandan keyin menga screenshotni tashlasanglar, umumiy bitta uyib 10 tami, nechta qo'shdinglar, 15 tami menga screenshotni tashlasanglar, men inobatga olaman. 100% inobatga olaman va kurslarimda yoki umuman hech qanaqa skidkalarda sovg'alar beraman. Albatta beraman. Ertagacha odam 4,5 ming to'lmasa dars bergan, yana bitta chiqib ketdi. Bular bilmayman, ruhiy kasalmi? Tushunmayman odamlarni. Pulga o'rgatish kerak-da. Shuning uchun aytaman, tekin narsaning qadri yo'q. Tekin narsaning qadri bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Ha. Shunaqa. Dasturiy injenerlik yo'nalishi bo'yicha o'qiyapman-da. Shunga qaysi yo'lda ketsam bo'ladi masalan, bilmaysizmi? Nima degani u? Dasturiy injenerlik, hakkerlik, shunaqa dasturiyat degan shunaqa yo'nalishda. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketsam bo'ladi sizdan so'ramoqchi edim. Lekin men bu nima yaratishga, video qilish, montaj qilishga qiziqaman. Tanlov o'zida meni tavsiyam boyagini yig'ishtirib otib yuboring, sun'iy intellekt o'rganing bo'ldi. Bu hakkerlik bir nima fantastik narsalar o'rganmaylik kerak emas. Hayotlaringda bir foydasi ketgan narsa bilan shug'ullaninglar. Sun'iy intellekt dasturlashni butunlay qo'liga olyapti. ITga butunlay kirib boradi. Odamdan 10, 20, 100, 1000 barobar tezishli sun'iy intellekt dasturlashda ham, kod yozishda ham hamma narsada. Meni fikrim shu, shaxsiy fikrim aytyapman sizlarga. Men 10 yilda o'rgandim va o'tib o'rardimdan keyin foydasi bor narsa bilan shug'ullanardim. Bo'ldi, javobim shu. Hammaning fikri har xil. Men shaxsiy fikrimni gapiryapman, qaytaryapman. Shaxsiy fikrim. Balkim boshqacha bo'lishi mumkin. Balkim dasturlash, hakkerlik bir nimalarda kuchli bo'lib, ko'p pul topish mumkin. Men bilmayman, men shaxsiy fikrimni aytdim shunaqa. Men 10 yilda bo'lganda shunaqa qaror qilardim. Men shaxsiy kanalim bor, shu kanalga link tashlasam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Men video qildim, uni skachet qila olmayapman. Skachet qilishni ko'rsatdim Madina, o'sha saytga kirib, Library bo'limiga o'tsangiz turgan bola pastga aylantirsangiz, yuklash knopkasi bor, yuklash orqali yuklab olasiz. Bugungi dars zapisini berasizmi? YouTube'ga qo'yiladi. Assalomu alaykum, hammani Instagram ifki oq qora rasmlarni jonlantirib berayotganini ko'rdim. Qaysi GPT tayyorlardi? Ko'rdim. Qaysi GPT tayyorlardi? Akmalbek Avazbekovich, oxirgi gapingiz undov gapmi, darak gapmi, savol gapmi tushunmadim. Nima demoqchi bo'ldingiz? Qaytadan yozib yuboring. Ustoz, YouTube yoki TikTokdan qanday tezroq ko'tarilish mumkin? Doimiylik, doimiy kontent qilish kerak, doimiy harakat qilish kerak, tartibli harakat qilish kerak. Qaranglar, bitta plus minus qilib 60 kishi o'tiribmiz. 68 ta o'psa yaxshi. Qaranglar. Plus minus qilib men bitta savol beraman, vazifa beraman sizlarga. Xo'p. Kim bugundan boshlab umuman dars tugaydimi, darsdan oldinmi, keyinmi kanaldagi obunachilarni ko'paytirishga yordamlashadi. Taklif yuzasidan qo'shib tashlamaymiz. Taklif qilamiz. Mana shunaqa kanal bor, mana shunaqa ishlar bo'lyapti, mana shunaqa o'rgatilyapti. Qiziqasanmi, o'rganasanmi deb borib o'rgatadi. Plus tashlaylar. Ochiqcha, mardona, yo'q deganlar hech kimdan xafa bo'lmayman men. Plus tashlaylar, men bilay. Va men va'da beraman, haqiqatdan realniy harakat qilib, haqiqatdan qiziqqan odamlar topib kelib, qo'shilganlarini screenshot qilib, qo'shilganlarni olib kelib darsga qatnashishni deb aytman. Mendan shuncha odam qo'shildi, mana shuncha odam qo'shildi deydigan odamlar bo'lsa, men rag'batlantiraman. Va taklif qilmoqchi bo'lganlar menga yozinglar. Birorta aka, men taklif qilmoqchiman desanglar, men sizlarga maxsus link beraman o'zlaring uchun alohida. Va o'sha linkdan men tekshira olaman, haqiqatdan o'shuncha odam qo'shildimi, yo'qmi sizlardan. Kim qatnashmoqchi bo'lsa, shunaqa ish qilmoqchi bo'lsa, yoki shunchaki qiylab screenshot tashlasanglar ham bo'ladi. Hammasini yig'asizlar, bitta screenshot tashlaysizlar, bitta qilib bo'ldi, men bilaman. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa narsa. Hop, meniki necha kishi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kishi. 14 kishi. 60 kishidan 14 kishi ekan bo'ladi. Qolganlar menimcha qatnashmoqchi emas, qilmoqchi emas, bilmayman nima. Xo'p, shunaqa. Xudo xolasa ertaga qo'shaman. Labay? Men chatga yozolmayapman, men ham nima qilishimga harakat qilaman. Keyin Murodjon vebinarga forma to'ldirish paytida topolmayapman. Qarang, kanalga kiramiz, forma to'ldirish to'g'risida. Men plus. Ishoninglar, maksimal o'zlaring uchun foydali bo'ladi.
maksimal odamlar tavsiya qilishlaring, taklif qilishlaring, olib kelishlaring maksimal o'zlaringga ham foydali bo'ladi. Xo'p, taklif qilinglar kanalga, qiziqtiringlar, faqat iltimos qo'shib tashlamanglar, bizga kerak emas. Bizga o'sha nima uchun kelayotganini, qayerga kelayotganini bilayotgan auditoriya kerak, bilayotgan odamlar kerak. O'sha uchun avval aytasizlar, mana shu kanalda shunaqa ishlar bo'lyapti, mana shunaqa narsalar o'rgatilyapti, mana biz 5-kun dars o'tyapmiz, tekin darslar bo'lyapti, o'rgan o'zing uchun, kelajaging uchun o'rgan deb tavsiya qilasizlar. Davay o'rganaman, qiziqib kelganlarnigina qo'shamiz va o'shalarga link beramiz. Xo'p, kim nechta qo'shsa farqi yo'q. Screenshot qo'yinglar yoki menga aytinglar, mana shuncha odam qo'shdim bugun mana shuncha odam qo'shdim deb aytsanglar ham bo'ladi. Menga tashlasanglar, men maksimal sizlar eslab qolaman, rag'batlantiraman. Aktiv oilamizda ko'payishiga hissa qo'shgan odamlar. Xo'p, meni ham qo'shing. Bo'ldi, o'sha taklif qilasizlar, mana kanalning linki mana bu yerda, qaranglar. Kanalga o'tsak, mana bu yerda kanal linki bor. Kanal linkini copyright username, copy link qilasizlar va aytasizlar shunaqa va aytasizlar qo'shilsang mana link. Qo'shildim, o'rganaman, kelib darsda o'tirsa, mana masalan 60 kishi o'tiribmiz aktiv. 80 ga ham chiqdik, 100 ga ham yaqinlashyapmiz. Darsimizda 200 kishi o'tirsa qancha foydali, qancha odam ilmli bo'ladi. Yonidan taklif qiladi, yana yonidan taklif qiladi. Boya chiqib ketayotganlar tushuninglar, men bugun sal qattiq gapirdim kanalda. Bor shunaqa ilm ma'rifatni rivojlanishni xohlamaydiganlar, odamlarni ham rivojlanmaydi degan odamlar bor. Ularni tushunamiz, iloji yo'q shunaqa odamlar. Biza qutqara olishimiz mumkin bo'lgan odamlar qutqaraylik. O'zbekistonda yoshlarda ilmga bo'lgan intilishi, rivojlanish 3% gina ko'tarilgan. 97% yosh bo'yi qiziqmas. Va TikTokda efir ko'rish, battle ko'rish, o'yin o'ynash, hayotini chiqqan joyga tiqib yuborish muhim. O'shalar qutqaraylik biza. Siz bilan biza bo'ynimizda shu narsa. Ishoninglar, erta bir kun bizdan so'ralar, sizlarga shuncha ilm berilgan, imkoniyat berilgan, nima uchun qutqarmading o'shalarni? Sen faqat o'zingni o'ylading degan narsa bo'ladi. Shu narsani tushuninglar, maksimal harakat qilinglar. Odamlarni qutqarishga, o'shalarni bu yoqqa olib chiqishga. Men ham harakat qilyapman, Alloh qodir qilgancha. Sizlar ham harakat qilinglar. YouTube'ga qaysi vaqtda video qo'ygan yaxshi? Har xil. Sinab ko'rish kerak. Gruppalarimga o'quvchilarni 7 yoshdan olaveraman. Gruppalarimga selkasini tashlab beraman. Misol keltirib yaratgan videolarimni tashlab beraman va tavsiya qilaman. 2 ta qo'shaman, ular ko'payadi. O'quvchilarim ham bor. Zo'r. Ustozlar bor oramizda, o'qituvchilar bor. O'shalarga ham ko'rsatinglar. Mana shunaqa narsa bo'lyapti, ke o'rgan degan narsalar bo'lsin. Salom, bugungi videoni tayyorlash jarayonini yuborasizmi? Iltimos, biz kutyapmiz. Ibrohim Rahimov YouTube'ga yozib olib qo'yiladi, YouTube'da ko'ra olasiz ertaga. Offline arzonroq qiling. Offline arzonroq qiling. Men Janubiy Koreyadaman. Bir $15,000 plyus bo'lsa, kelsangiz birga o'rganamiz. Offline bo'ladi. Meni o'z aka-ukam ko'ksimdan ittaryapti, nima qilsam bo'lmayapti deb. Men yo'q deb qattiq turibman. Malades. Mana shunaqa qilsanglar rivojlanasiz. Ishoninglar, o'zdan yaqinlaring, ahmoqmisan, bo'layotgan ishni qil deb aytadi. U fakt. Bo'ladi hammada. Zeb yuklayapti. Zeb bo'lsa ham yuklasa, zebni chekirib chiqarib olsanglar bo'ladi. Xo'p, AIda montaj qilishni. Uzr, bu kanalda nima o'rgatilyapti? Sun'iy intellekt orqali video, media kontentlar yaratib daromad qilishdi, pul. Menga ham link bering. Link olish oson. Mana kanalimizga o'tsanglar, mana bu yerda link turibdi mana. Kanalda linki bor. Telefon orqali ham ko'rsataman, xohlasanglar. Link oson. O'sha linkni copyright qilib olasizlar, tashlaysizlar. Telefon orqali ham ko'rsatib beraman sizlarga, qaranglar. Mana. Xo'p, kanalga o'tsanglar, mana kanal bio qismida mana link turibdi. Mana bu narsa link. Mana bu narsa mana. Mana bu narsa link. Ustiga bosib tursanglar, mana bunaqa narsa chiqadi. Pastda maniki copy link degan narsa bor. Copy link bo'lsa, copyright bo'ladi. Kimga tashlamoqchi bo'lsanglar, kirasizlar, maniki. O'shaga bosib, maniki tashlaysizlar, mana jo'natasizlar. Bu chiqadi. Xuddi shu tartibda oson. Shu tartibda qilasizlar. Xo'p. Forma to'ldirish to'g'risida. Webinarda qatnashda forma to'ldirish to'g'risida tepada maniki sal tepaga chiqib ko'rasizlar, sal pastga tepadan olib ketdi. Webinarga qatnashish tartib qoidalari degan joyi bor maniki, forma. Meni lichkamga men aytgan narsalarni yozib, men aytgan talablarni bajarib qo'ysanglar, bo'ldi. Men o'zim yozaman, qabul qilindingiz, ro'yxatdan o'tdingiz deb. Shunaqa. Mana shunaqa harakat qilaylik oilam. Tezroq webinargacha 5000, 6000, 10000 gacha chiqaylik. Qancha ko'p odam o'rgansa shuncha yaxshi. Xo'p. Endi rasmni montaj qilib videoga chiqaring. Zo'r chiqibdi, malades.
Hello, my name is Karamat. Xo'p, 13 yoshimda qildim. Zo'r, malades. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'pti, shu tartibda oilam, shu ketma-ketlikda ko'rsatdim, tushuntirdim. Shunday qilsak tezroq rivojlanamiz, hammamiz ham. YouTube'da darslarim tavsiya qilinglar, ko'rsatinglar nima qilganimizni. Koreyaga borsak ish topib berasizmi ishlagani? Yo'q, to'g'ri bermayman. Alhamdulillah, va nihoyat necha urinishda o'xshadi. Boshqa yo'l bilan skachat qildim. Siz aytgan yo'l bo'lmadi. Xo'p, mayli, hech qilsa har holda yuklayapsiz. Natija muhim. Mana shunaqa azizlar. Hammamiz harakat qilishimiz kerak rivojlanish uchun. Hamma qo'shilishi kerak, hamma yordam berish kerak. Mana nechta odam plyus tashadi, yaqinlarim tavsiya qilaman dedi. Taklif qilinglar, tortinglar. Bitta tushuntirib taklif qilgan boshqacha, u gruppaga link tashlashim yaxshi, lekin bitta aytib, to'xta, qara, mana shunaqa bo'lyapti, o'quvchilarim mana shunday bo'lyapti, do'stlar mana shunday bo'lyapti. Taklif qilish boshqacha, u ta'siri boshqacharoq. Gruppaga link tashlab qo'ysa, reklama deb inobat bermaydi, inobat qolmaydi. O'zi bilan gaplashib qilishlik boshqacha bo'ladi. Shunaqa. Azlar harakat qilsak, ko'proq odam qatnashsa, o'rgansa, men ham harakat qilyapman. Ekranlarni o'chirib qo'yinglar, kimdir ekrani yonib qolib ketdi. Iltimos, mana shunaqa narsalar qilib xalaqit bermanglar. Mana men ham target yoqqanman, targetdan odam kirishda davom etyapti. Tushuninglar, odam O'zbekistonda o'sha bu narsaga qiziqayotganiga ko'ra qiziqmayotgan odam ko'p. Kelyapti, mana odam olib kelyapti, bo'lyapti, yomon emas. Baribir ko'p emas. 3000 dan oshsak qani? 3000 dan oshdik, 4000 dan oshishimiz kerak. 4.5 dan 5000 dan oshishimiz kerak. Shunaqa qilib qancha tez odam olib kelsak, qancha tez rivojlansak, shuncha yaxshi o'zimizga. Men hozir nima qilay? Xo'p, 2:30 talik atkaz beribdi. Umuman olib qaraganda shunaqa azizlar. Men ham target yoqqanman, targetdan odam kelyapti, yoqdan odam olib kelyapti, yoqdan odam olib kelyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bu guruhda qolinglar. Sun'iy intellekt orqali o'z kuchimizni ko'rsataylik dunyoga. Malades, zo'r chiqibdi. Shunaqa, yaxshi. Xursandman, o'xshayapti, qila olyapsizlar, qo'llaringdan kelyapti. Men sizlardan xursandman. Zo'r. Mana shu kechda ketsanglar, nasib bo'lsa, yil oxiriga dars o'tib, kurslarda qatnashib, tekin darslarda qatnashib borsanglar, tez orada daromadga chiqasizlar. Professional shug'ullanish uchun kurslarda o'qish imkoniyatlaring bo'ladi. Jamoamiz, oilamiz kengayadi, kuchayadi, O'zbekistonda sun'iy intellekt kuchaytiramiz, kim haqiqiy ustaligini ko'rsatamiz. Firibgar to'layotibdi O'zbekistonda sun'iy intellekt ustasiman degan. O'shalar asl yuzini ochamiz. Yaxshi bo'ladi oilam. Xo'p. Mayli. Men chiqib ketganlardan xafa emasman. Prosta o'zlariga minus bo'lyapti. O'zlarini kelajagi uchun minus qilyapti. Ko'zi qachon ochilar bilmayman. Men endi telefon sovg'a qilishdi. 0 dan o'rgana olar. Menga endi telefon sovg'a qilishdi. 0 dan o'rgana olarmikinman? Yoningizda turgan hamma boshlaganiga 5 kun bo'lyapti. Siz ham o'rganib ketasiz. Mani YouTube kanal Murodjon izlaysiz. Oxirgi 3 ta darsimiz ko'rasiz. Bugungi dars ko'rasiz, o'rganib olasiz. Hidra pul so'raganda nima qilish kerak edi? Darsni ertaga boshqatdan ko'rib olasiz, tushunib olasiz. Hidraga kirishdan avval VPN ishlatasiz, boshqa akkauntdan kirasiz, tekinga ishlaydi. Voy, xo'p, shunaqa. Bormi savollar? Tema bo'yicha, daromad bo'yicha, yana yozib qo'ying, daromad bo'yicha savol javob qilyapmiz. Deb qo'ying. Forma to'ldirish mana, yozib qo'ying, hozir. Forma to'ldira olmaganlar va ulgurmaganlar uchun shu orqali shu tartibda to'ldiriladi. Yozib qo'yaylik. Xo'p,